Hammaga assalomu alaykum. Ismim Azizbek, tanishtiruvchi Kanadbek. Oralida birinchi ishlar bilan tanishishdan boshlaylik. Nechinchi sinfsizlar? 9-sinflar qo'yib o'tardingiz. 9-sinfdan pastlar. 9dan past. 10-11lar qo'yib o'tasiz. Zo'r. Ingliz tili darajalarini taxminan masalan oralida IELTS olganlar bormi yoki endi o'qiyapsizlarmi? O'zingiz shunchaki aytinglar, IELTS o'qiyotganlar bormi hozir? IELTS olganlar bormi? Hali IELTS boshlamagan ingliz tili o'qiyotganlar bormi? Ko'proq yoshlardan ekan. Zo'r. Xo'p, men ismim Azizbek, Toshkentda Westminster litseyda 2-kurs talabasiman. Yaqinda o'sha AQShning Garvard universitetiga meni yo'nalishim bo'yicha birinchi o'rinda turadi. Shu universitetga jam miqdori $392,000 bilan 100% grant asosida o'qishga qabul qilinganman. Yo'nalishim davlat boshqaruvi va iqtisodiyoti. Bugun nasib qilsa shu qanaqa qilib shu universitetga kirganim, olgan bilimlarimni sizlar bilan iloji boricha ulashishga harakat qilaman. Sizlarni birinchi o'rinda shu maktabiylar, administratsiyalarga kattakon rahmat. O'zingizlar ham buni aytib qo'yasizlar degan umiddaman. O'sha iltimos qilib chaqirishib, shu bolalarga hammasi qiziqishyapti, savollar bor ekan, javob berib keting deb aytishdi, chaqirishdi. Xudo xolasa bugun o'sha bilimlarni ulashishga harakat qilaman. Prezentatsiyamiz qanaqa bo'ladi? Birinchisi o'zim gapirib beraman-da, oxirida Q&A qilamiz. Q&A ya'ni sizlar savol berasizlar, keyin men javob beraman. O'zi birinchi chet elda o'qish degan tushunchadan boshlaylik. Qanaqa qilib nafaqat Amerika, butun dunyoda chet elda 100% grant bilan o'qisa bo'ladi. Bu yerda men o'zim bilgan 7 ta yo'lni yozib qo'yganman. Bugun shu 7 ta yo'lni ichiga kirib, lekin asosan eng top o'sha MIT, Garvard o'xshagan, Stanford o'xshagan universitetga kirishni o'rganamiz. Birinchisi o'sha boshlayman 7 ta yo'l qanaqa qilib chet elda o'qisa bo'ladi, любой o'zbekistonlik odam. Birinchisi eng top universitetlar. Bu yerga kiradi, MIT kiradi, Stanford kiradi, Garvard kiradi. Undan tashqari Colby Bates universitetida bu eng top foyda turadigan shu Amerikada. Shular kiradi. Bularning hammasi grant taqdim qiladi. Qanaqa? Grant olish asosiysi universitetga kirsangiz bo'ldi, u yog'i grant muammo bo'lmaydi. Masalan, Garvardda ham muammo narsa grant olish emas, muammo kirib olish. Kirib olgandan keyin grant olishingiz aniq. Masalan, O'zbekistonda shu paytgacha masalan nechta o'quvchi o'qiydi? Bu yil mendan boshqa kirgan bola bor, Jasurbek degan, ular ham 100% grant, bizdan oldin ketgan 3 kishi bor, ular ham 100% grant, 5 kishi bo'lsa hammasi 100% grant o'qiydi. Hech qanaqa shundan pul to'lamaydi. Masalan, shunchilik uchun vizaga topshiraman, hozir viza pulimgacha to'lab berdi yaqinda. $350 vizaga pul to'lashim kerak edi, o'shangacha to'lab bergan. Demak, grant olish muammo emas. Grant olish degan muammoni chiqaramiz miyadan, kirib olish degan narsani qo'yamiz. Ikkinchisi, Kanadada ham xuddi shunaqa Amerikaning eng top universitetlariga o'xshagan ikkita zo'r universitet bor. Bular University of Toronto, University of British Columbia. Ularning universitetning o'zini emas, maxsus grantlari bor. Ularning universitetga kirish qiyin emas. Amerikadancha boshqacha shu. Universitetga kirish oson, lekin grant yutish qiyin. Grantning mana nomi masalan UTorontoda Lister B, University of British Columbia International Scholarship. Buni xohlasangiz screenshot rasmga olsanglar, keyinchalik izlansanglar bo'ladi. Bugun chuqur kirmaymiz. Asosan men birinchi o'rindiga turadigan universitetga qanaqa qilib kirsa bo'ladi, shuni o'rganamiz. Lekin bular o'zingiz uchun bila olishingiz kerak. Agar ertaga Amerikaga kira olmasanglar, demak keyingi optioningizda birinchisi Kanadada turadi. Chunki Kanadaga borsanglar, Amerikaga yana kirsanglar bo'ladi o'qishga. O'qish tizimi bir xil, darajasi, anaqa oladigan imkoniyatingiz bir xil. Uchinchisi, Amerika universitetlarining filiallari bor har xil dunyoda, davlatlarda. Masalan, New York universitetining Xitoyda, Abu Dabida filiali bor. Duke universitetining ham Xitoyda filiali bor. Xuddi shunaqa universitetlar bor. Bu yerga nomini yozib qo'yganman. NYU Abu Dhabi, NYU Shanghai, Duke Kunshan, shunga o'xshagan o'sha Xitoy, Koreya, shunga o'xshagan joylarda joylashgan. Ularda ham ta'lim bir xil, professorlar ham o'sha top universitetlardan, faqat farqi kirish sal osonroq va o'sha grantlari ham beradi ular ham. Просто shu yaqinroqda o'qiysiz. 4-yo'limiz bilasizlar, Elliot Umidi fondi bor. Bu o'sha prezidentimiz tomonidan tashabbus qilib boshlangan davlat jamg'armasi. Siz agar dunyoning любой top 300 talikda turgan universitetga kirsangiz, hamma xarajatlaringizni qoplab berishadi. Borishingiz, yotog'ingiz, kitob, kontrakt hammasini faqat bitta tarafi kelib O'zbekistonga qaytib ishlashingiz kerak O'zbekistonda. Agar bu narsa sizga okey bo'lsa, bemalol shundan ham foydalansa bo'ladi. Masalan, qanaqa ishlaydi keyinsa, zo'r ishlarda ishlashadi, katta lavozimlarda yaxshi oylik olib ishlashadi. 5-inchisi, agar masalan sizlar Yevropaga qiziqsanglar, bitta narsani tushunishimiz kerak, mana listdan pastga yurganimiz sari kirish osonlashib boryapti. Shuni prosta kichkina aytib ketaman, lekin men birinchisiga fokus qilamiz bu. Keyingisi Elliot Umiddan keyin keladigani Vengriya stipendiyasi, Hungarian Stipendium deydi. Bu o'sha Yevropadagi Vengriyaning Budapestda boshqa universitetlariga bu ham 100% degan, xuddi Elliot Umidga o'xshaydi, lekin buni talabi yo'q. Vengriyada qol yoki Yevropada qol, O'zbekistonga borgan talabi yo'q. Shunchaki yutib olsangiz bo'ldi.
Buni ham ichida imtihonlari bor. Masalan, matematikadan imtihon qiladi, IELTS tashlaysiz, SAT tashlaysiz, boshqa narsalar. Keyin agar Turkiya qiziq bo'lsa sizlarda, xuddi shu Turkiyada ham shunaqa granti bor. 5 yillik ta'lim bo'ladi. Birinchi yilingizda turk tili bilan foundation o'qiysiz, keyin 4 yil universitetda o'qiysiz. Bu umuman talabi yo'q buni ham. Bunaqa bizda qolasan o'qib beradigan tabiiy, faqat turk tilini o'rgansangiz bo'ldi. 4 yil davomida o'rganib olishingiz kerak turk tilini. Va bunda ham hamma xarajat qoplangan. Yotoqxona, ovqat, yeb ichish, kontrakt, nima xarajatingiz qoplangan. Va eng oxirgi variant, agar O'zbekistonda qoladigan bo'lsangiz, O'zbekiston universitetlaridan turib ham ma'lum bir muddatda Amerikada yoki boshqa joylarda o'qib kelsa bo'ladi. Masalan, O'zbekistonda turib yuguradigan dastur bor. Flex eshitganmisizlar? Xuddi shu Flexni universitet talabalari uchun varianti. Bir semestr Amerikada o'qib keladi. Yoki masalan Westminster kirsanglar, ularda work and travel programmalar bor. Germaniyaga, Amerikaga 3 oy davomida yozda borib, ham sayohat, ham ishlab kelsiz bo'ladi. Xuddi shunaqa ba'zi bir universitetlarda imkoniyatlar bor, qidirib ko'rsa bo'ladi. Hozir mana shu 7 ta men o'zim bilgan yo'l va men o'sha universitetlarga tayyorlanishni boshlaganimda o'zimda bunday plan qilasiz-ku, masalan, agar birinchiga o'sha Garvard qo'yasiz, keyin undan keyin agar Garvardga kira olmasam, buni qilaman, bunga kira olmasam, oxirigacha menda mana shu plan bo'lgan, oxirgisi mana O'zbekistonning o'sha Westminster universiteti bo'lgan. Xuddi shunaqa plan bo'lishi kerak har bir chet elga tayyorlanayotgan insonda. Sababi nima? Garvard bo'ladimi, boshqa universitet bo'ladimi, hech qachon 100% kirishingizni bila olmaysiz, garantiya yo'q. Sizni qo'lingizda bo'lmagan faktorlar u yoqda juda ko'p rol o'ynaydi. Masalan, sizga misol qilib aytaman. Universitetlarda Amerikada qonun bor. 50-50 bo'lishi kerak. O'g'il bolalar ham 50%, qiz bolalar ham 50%. Agar siz aytaylik 30 mingta odam topshirdi, sizni applicationingizni, ya'ni sizning hujjatlaringiz 28 mingta turibdi. Lekin ular 50% o'g'il bola kvotasi to'lgan bo'lsa, bo'ldi. Siz eng zo'ri bo'lasizmi, O'zbekistondagi eng cho'tkisi bo'lasizmi, Osiyodagi eng cho'tkisi bo'lasizmi, ular qiz bola oladi, bo'ldi. Kvota shunaqa. Xuddi shunaqa sizda qo'lingizda bo'lmagan faktorlar bor. Masalan, O'zbekistondan qaysidir yil uchun bitta ikkita olishi mumkin yoki bir yil umuman O'zbekistondan olmasi mumkin. Qaysidir universitetlar bor, shunaqa O'zbekistondan olmaydi umuman. Shunaqa universitetlar bor. Ya'ni qo'limizda bo'lmagan faktorlar bo'lgani uchun biz harakatimizni qilamiz, topshiramiz, lekin bitta universitetga tayanib qolmaymiz. Va ayniqsa ular to'pviy bo'lsa, shuncha bunga tayanmaslik kerak. Pastlashda B plan, C plan, A plan, 7 ta plan bo'lgan masalan. Men shaxsan o'zim listimda shunaqa bo'lgan. Xo'p, endi o'sha birinchisiga fokus qilamiz hozir. Birinchisiga fokus qilamiz, lekin bitta narsani tushunishimiz kerak. Hozir o'rgatadigan, hozir gaplashadigan narsalarimiz o'sha 7 tani hammasiga tushadi. Endi O'zbekiston universitetlarida chiqadi. Vengriya stipendiyasiga ham, Turkiya stipendiyasiga ham, o'sha Eliot Media topshirganingizda ham, boshqasida ham hammasida bir xil shunaqa proses, lekin meni gapiradigan narsalarim eng qiyini bo'lgan, o'sha eng topviylariga o'tadi hozir. Application hujjat topshirish qanaqa bo'ladi? Birinchi o'rinda mana 11-sinfni boshlaganingizda topshiriladi. Shuni tushunish kerak. Bizda 11-sinf avgust topshiriladi, unaqa emas. Chet elda 11-sinfda boshda topshirasiz, javobi bahorda chiqadi, keyin hujjatlaringizni qilib yozda keyin uchib ketasiz. Ikkita qism bor, early qismi bor, regular qismi bor. Early ingliz tilida bilasizlar, boshli baxtli degani. Early action, early decision deydi. Bitta ikkita universitetda topshirsa bo'ladi. Amerikada. Men o'sha birinchi early roundda kirganman va grantimni olib, o'sha javobim dekabrda chiqqan. Unga o'sha noyabr 1da deadline bo'ladi, noyabr 1da topshiriladi va javoblari dekabr 15 gacha chiqadi. O'sha 11-sinfingiz o'sha dekabr 15 siz aniq bilasiz, qayerga kirasiz. Yoki qabul qilinmagan bo'lsangiz rejection olasiz. Bitta ikkita universitetda. Keyin agar qabul qilingan bo'lsangiz zo'r, qabul qilinmagan bo'lsangiz yana qayta topshirasiz. Endi ikkinchi topshirishingiz yanvar 15-gacha bo'ladi. Unda 20 tagacha universitetga topshirsa bo'ladi. Bu qayerda topshiradi desiz, Common App degan platforma bor. Hamma hujjatlaringizni o'sha yerga kirgizasiz. Endi Common App'da qismlari bor. Qismlarga bo'lib olamiz. Birinchisi akademik tomondan, ikkinchisi portfolio deymiz, uni gaplashamiz, keyin insholar va qo'shimcha narsalar. Hozir birinchi akademik tomondan boshlaymiz. Menda qanaqa bo'lgan va sizlar nima qilishinglar kerak? Birinchi hamma narsa bergan eng muhim faktor IELTS dan boshlaymiz. IELTS dan 7-7,5 bo'lsa bo'ldi. 8 ham shart emas. Umringlarni 9 olishga sarflamanglar. U prosta sizlarni aldashyapti, 9 olib chet elga grant tutsang bo'ladi deb. Tasavvur qilib tushunishinglar uchun Farg'ona davlat universiteti bor bizda, to'g'rimi? Aytaylik, tarix fakultetiga bitta afg'onistonlik odam kelyapti. Men o'zbek tilini yorib yuboraman desa, uni oladimi, olmaydimi? Tarixni bilmasa uni olmaydi. Xuddi shunaqa amerikaliklarga ham siz ingliz tilini zo'r bilganingiz oddiy narsa. Chunki ular o'zlari ham biladi ingliz tilini zo'r. Endi bu yoqda keyingi qismlar muhim. Shuning uchun IELTS ga yopishib olmaymiz. Miyadan IELTS ga bo'lgan anaqani qo'rquvni, IELTS ga bo'lgan yopishishni olib tashlash kerak. Oddiy narsa, juda oddiy test. Odamlar o'ynab kulib topshirib chiqadi. Shunchaki tayyorlaning, vaqt kerak bo'lsa ustozlar bilan yaxshilab oling, o'tib keting. Keyingisiga o'tib keting. Bunga yopishib olmaslik kerak. Demak, 7-7 normalniy bo'ladi. Keyingi qismimiz SAT. SAT bu ingliz tili bilan matematika imtihoni. Bu til imtihoni emas, buni ichida boshqacharoq. Prosta bu til bilan matematikadan foydalanib, siz tanqidiy fikrlashingizni, muammolarga qanaqa qarashingizni o'rganadi. 1600 balli shkalada baholanadi. Agar siz top universitetga kirmoqchi bo'lsangiz, 1500 yoki undan yuqori ball kerak. Menda bu 1520 bo'lgan.
O'zim IELTS'im 8 bo'lgan. Aytganimda o'zi 7,5 yetadi, menda 7,5 bor edi, просто expire bo'lib qolgan. Men topshirayotgan vaqtimda уже tugab bo'lgan muddat. Shuning uchun boshqa tomonga borganman. Tayyorlanmasdan shunday kirganman, 8 olib chiqqanman. Eng asosiy yana bitta narsa bor. Bu yoqda maktab baholari o'sha GPA deb nomlaydi buni. Uni qanday hisoblaydi? 8-chi, 9-chi, 10-chi, 11-chi sinf baholaringizni oladi-da, o'rtachasini hisoblaydi. Qo'shib, o'rtachasi. 11-sinfda baholar chiqmagan bo'ladi deysiz-ku, endi uni o'qituvchida predict qiladi. Ya'ni taxminan necha olishingizni yozadi. Masalan, shu bola yaxshi o'qiydi, 5 oladi yoki 4 oladi deb aytishim mumkin. Xo'p, o'shalarni men maslahat bergan bo'lardim. 4 u 9 dan baland bo'lishi kerak. Menda 5 bo'lgan hammasi. Iloji boricha harakat qilish kerak, 5 bo'lishi kerak. Agar masalan bitta ikkita 4 bo'lsa ham eplasa bo'ladi yoki masalan sizda 8-sinfda 4 bo'lgan bo'lib, keyin o'sgan bo'lsa, uni tushuntirsa bo'ladi. Masalan, o'sdim keyinchalik tushundim ta'lim muddatini yoki masalan ma'lum bir muddatda qanaqadir kasal bo'lib qolgan bo'lishingiz mumkin. Uyingizda muammo bo'lgan bo'lsa, uni ham explain qilsa bo'ladi, tushunadi. Lekin asosiy ko'rinishga bo'lgan narsa siz maktabda yaxshi o'qiysiz. Sababi O'zbekistonda maktabda yaxshi o'qiy olmasangiz, qanaqa qilib Amerikada o'qiysiz degan savol ularda tug'ilmasligi kerak. Demak, birinchi qismimiz agar siz eng top universitetda o'qishmoqchi bo'lsangiz, IELTS aytganim, SAT 1500 dan baland, maktab baholari 5 bo'lishi kerak. Bu endi boshlang'ich. Mana bu masalan Registon maktabiga kirish uchun o qorovulxonaning yonidan kirasizlar-ku, xuddi o'sha qismdan endi kirdik. Hali xonanglarga yetib kelishinglar kerak. Xo'p. Endi ikkinchi qismi bor. Portfolio deb ataymiz buni. Maktabdan tashqari va maktab doirasida qilingan, o'qishdan tashqari qilgan ishlaringiz. 8-chi, 9-chi, 10-chi va 11-chi davomida. Ikki qismga bo'linadi: yutuqlar va mashg'ulotlar. Birinchi yutuqlardan boshlaymiz. Buni ingliz tilida honors deb ataydi. Common App'da shunaqa section bor. Honorlaringni to'ldir, yutuqlaringni to'ldir. 5 ta joy bo'ladi. Bu nima desak, bu xohlagan narsadan biror nima yutishingiz. Masalan, olimpiada, sport, musiqa yoki qanaqadir pul mablag'ini qanaqadir yutuq, o'sha competitionlarda yutib olish, aytaylik, startup hackathonlar bor, biznes hackathonlar bor. Shularda pul yutib olsangiz, masalan, shu ham. Yoki qanaqadir biznes qilsangiz, investitsiya olib kirsangiz, essay contestlarda yutsangiz yoki masalan maktabingizda qanaqadir title bo'lsa, aytaylik, eng yaxshi o'quvchi degan title bo'lsa, shuni yutganingiz ham bu yutuq hisoblanadi. Xo'p, menikini aytaman. Menda mana birinchi o'rinda ingliz tili olimpiadasi bo'lgan. Shu oldin litseyga ketishimdan oldin 2 yil ketma-ket shu yoqda tuman bosqichida birinchi o'rinni olganman ingliz tilida, shu yozilgan. Ikkinchisi, litseyimizda bizning litsey faxri degan stipendiya bor, shuni yutganim bo'lgan. Uchinchisi, iqtisodiyot olimpiadasi bor xalqaro, unda respublika bosqichida 6-o'rinni olganman. Xo'p, 4-inchisi biz hozir aytib beraman, u haqida to'liqroq. Men loyiha yurg'izamiz. Davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan loyiha. Shu loyihaga olgan mablag'imiz bo'lgan. 5-inchisi xalqaro konferensiyada tanlangan delegat sifatida ishtirok etganim bo'lgan. Bunda o'zi nima qilish kerak honorlarda desa, unaqa juda katta fokus qilish shart emas. Agar siz masalan matematikadan yoki birorta aniq fandan juda zo'r bo'lmasangiz, agar musiqa yoki sportdan zo'r bo'lsangiz, zo'r. Masalan, taekvondodan yoki masalan kurashdan O'zbekiston chempioni bo'lsangiz, Osiyo chempioni bo'lsangiz, bu zo'r. O'shanga fokus qilish kerak. U sizga juda katta foyda beradi. Agar siz unaqa bo'lmasangiz, asosan mashg'ulotlarga fokus qiling yaxshi. Men unaqa bo'lmaganman. Men olimpiadada unaqa zo'r bo'lmagan. Aytganman, tumanda birinchi o'rin olganman yoki olgan bo'lsam, iqtisodiyot olimpiadasida respublikada 6 olganman. Birinchi o'rin emas. Shuning uchun men ko'proq mashg'ulotlarga fokus berganman va unda imkoniyat ham o'zi ko'proq mashg'ulotlarda. Onalar sal qiyinroq va ularda competition katta bo'ladi. O'zingiz oqtarib yurishingiz kerak, qayerda olimpiada bo'lyapti, qayerda sport bo'lyapti, qayerda musobaqa bo'lyapti deb. Lekin bitta narsa bor, mashg'ulotlarga fokus qilish kerak ekani, bu tashab qo'yish kerak degani emas. Bunda ham o'sha yetarli darajada bo'lish kerak. Menda ham shu yetarli darajada bo'lgan. Yetarli darajada nima desak, tuman bosqichida bitta, maktab bosqichida bitta, masalan respublika bosqichida ikkita, uchta, xalqaro bosqichda birorta narsa bo'lsin. Shu yetarli darajada deb ko'rsa bo'ladi. Sizlar ham nima qilsanglar bo'ladi, shu любой fan, o'zingiz yaxshi biladigan fan, qiziqqan faningizdan olimpiadada qatnashib, respublikada yutishingiz shart emas, tuman, viloyat bosqichida yutsangiz ham yetarli. Shu ham bitta misol. Yoki g'oyalaringizga, loyihalaringizga startup bo'lsa, biznes bo'lsa yoki ijtimoiy loyiha bo'lsa, shunga qanaqadir mablag' yutib olsangiz, qanaqadir sovrin yutib olsangiz, masalan, hozir har xil Tech Award degan narsalar chiqib ketgan-ku, masalan, shularda yutib olganingiz ham honor hisoblanadi. Yoki xalqaro programmalarda qatnash. Xalqaro programmalarda qanaqa, masalan, Flex eshitgansizlar. Flex ham masalan, men aytaylik 10 mingta odam topishsa, ichidan 50 tasini saqlab oladi. Bunda ham yutuq bu aslida, shuncha odam ichidan yutishingiz, shuni ham yozsa bo'ladi. Xo'p, maktabingizda yoki o'sha umumiy davlat tomonidan e'tirof etiladigan har xil titlelar bo'ladi, ya'ni nomlar. Masalan, men yutdim litsey faxri. Masalan, Zulfiya bor, bilsanglar, Mardo'g'lon bor. Shuni ham yutish aslida bitta honor hisoblanadi. Respublika bosqichida yutish shart emas aytganimda. Tumaningizdagini yutsangiz ham, viloyatdagini yutsangiz ham, bu ham bitta honor. Masalan, Mirzo Ulug'bek nomidagi stipendiya bor, Alisher Navoiy stipendiyasi bor. Shunaqa stipendiyalar yutish, Zulfiya, Mardo'g'lon hammasi ko'radi. Xalqaro forumlarda yoki shunaqa tadbirlarda qatnashish yoki shularga qabul qilinish, bu ham bitta honor. Va oxirgisi har xil essay contestlar bo'ladi, universitetlar tashkil qiladi. Masalan, eng yaxshi o'zbek tilidagi insho, eng yaxshi g'oya, shunga o'xshagan insholar tanlovlari bor. Shularda yutsangiz ham hisob. Plus, tushunishingiz uchun
qanaqadir moment yutyapsizmi, kimdir orasida raqobatda hisoblanadi uni. Endi asosiy qismga o'tamiz. Demak, bu yoqda 5 ta joyimiz bor edi. Uni to'ldirish qanaqa bo'ladi? Odatda nomini yozasiz. Nechta odamning ichidan yutib olganingizni va qaysi darajada, o'sha tuman bosqichimi, viloyat yoki respublika yoki xalqaro bosqichmi shuni yoziladi. Endi ikkinchi qismimiz bu activities deb nomlanadi ingliz tilida. Common App'da 10 ta joy bo'ladi buni to'ldirgani va ko'proq describe qilsa bo'ladi, yaxshilab yozib tushuntirib nima qilganingiz bo'lsa bo'ladi. Hozir birinchi bunday qilamiz. Men sizlarga o'zim qilgan ishlarni aytaman va eng muhim narsa nima qilganimni ko'rish emas, nima qilganimni, nimaga qilganimni va meni hujjatimda nima rol o'ynaganini tushunish. O'shani tushunsangiz, siz men qilgan narsamni qaytarishingiz kerak emas. O'sha yerdagi element mana nima uchun bu menga foyda berdi degandan olib o'zingizga to'g'rilashingiz kerak. Xuddi shuni hozirda tushunishga harakat qilasizlar va men ham o'shani sizlarga tushuntirib berishga harakat qilaman. Birinchisi Ibrat debate degan loyiha. Ibrat debate loyihasini eshitganlar bormi oranglarda? Xo'p. Debatlar degan narsa bor. Bu munozara deyiladi o'zbek tilida. Bitta mavzuni o'rtaga qo'yasiz. Ikki tomon bo'ladi. Bittasi ha deydi, bittasi yo'q deydi. Masalan, bolalarning o'rtasidagi eng masalan aktual topiklardan bittasi Ronaldo yaxshimi yo Messi yaxshimi, to'g'rimi? Shuni o'rtasida muhokama qilsa, bu ham bitta debat hisoblanadi. Yoki masalan Mercedes yaxshimi yoki BMW yaxshimi? Yoki masalan aytish mumkin ota-onalar kvartirada yashash yaxshimi yoki uchastkada yashash yaxshimi yoki shaharda yashash kerakmi yoki qishloqda yashash kerakmi? Oddiy masalan topdik, keyin kuchayib boraveradi. Masalan, to'ylarda pul ko'p sarflash kerakmi yoki sarflash kerak emasmi? Yoki davlat nimaga investitsiya qilish kerak? Davlat o'sha tadbirlar xalqaro forumlar qilish kerakmi yoki boshqa narsa qilish kerakmi? Xuddi shunaqa kuchayib ketaveradi. Shular debat hisoblanadi, munozara hisoblanadi. Endi munozara o'zbekchasi, buni ingliz tilida bo'lsa, bu debat deyiladi. Men o'zi debatlarga qiziqardim. Men sinfda har doim ustozga savol beraveradigan, ustoz ham question qilaveradigan bola bo'ladi. Men shunaqa bo'lganman. O'zim ham muhokama qilishni yaxshi ko'raman. Urush emas bu. To'g'ri muhokama qilish, masalan, bitta mavzuni o'rtaga qo'yib, fikrlarni almashish. Shunga qiziqqanim uchun Toshkentga borgandan keyin men o'sha Ibrat farzandlari degan tashkilot bor, yoshlar ishlash agentligi tashkilot bor. Shu yerda volontyor bo'lib yurardim. Keyin bizda imkoniyat bo'ldi. O'zingizlarning loyihalarni boshlasanglar bo'ladi dedi. Shunaqa joy berishganda sizlarga o'xshagan auditoriya bor edi, xonalar bor edi. Faqat undan foydalanish kerak. Loyiha qilish kerak. Men Toshkentga kelganimda bitta narsani qaraganman, debatlar yo'q. Debatlar yo'q degan nima demoqchi? Debatlar umuman yo'q emas. U yoqda bitta bo'ladi, bu yoqda bitta bo'ladi. Bugun Afsattor qilsa, ertaga Afsamat qiladi. Doimiy ravishda, muntazam ravishda yo'q, tartibli emas. Har doim bo'lmaydi. Masalan, men doimiy debatga qiziqsam, 1 oy bo'ladi, keyin 3 oy bo'lmay qoladi, keyin 4 oy bo'ladi. Shuning uchun men qaror qildim, nimaga men shuni boshlamayman dedim-da. Shu yoqqa qaranglar. Social problem nima? Debatlar doimiy ravishda muntazam, tartibli yo'qligi. Men nima qilyapman? Men o'zim shunga solution bo'lyapman, o'zim boshlayapman. Menda chunki imkoniyat bor, resurs bor, menda loyiha qilishga, qo'llab-quvvatlash bor. Boshladim. Birinchi Toshkentda boshlaganman. O'sha Toshkentda sessiyalar qilganmiz. Ingliz tili bolalar kelgan, ko'p bolalar kelgan, 2 oy davomida yurgizganmiz. Keyin yana qarayapman. Masalan, biz Telegram uzardik, kanalda yozishardi. Bizga ham olib kelinglar, men Farg'onaga olib keldim, yo'q olib keldim. Keyin o'zimdan so'raganman, o'zim Toshkentga kelishimga sabab nima? Toshkentga kelishga sabab resurslar Toshkentda ko'proq, viloyatdan ko'ra. Endi hamma ham menga o'xshab Toshkentga kela oladimi? Yo'q. Toshkent birinchi o'rinda 38 million odam Toshkentga sig'dira bo'lmaydi, bu bir. Ikkinchisi hammani ham moliyaviy yoki uyda bitta farzand bo'lishi mumkin. Shunaqa narsalar bor. Demak, yana bitta muammo nima bo'lyapti? Social problem. Viloyatlarda yoshlar uchun imkoniyatlar kamligi. Endi men nima qila olaman bunga? Meni qo'limda debat bor. Qanday qilishni o'rgandim, nima qilishni o'rgandim. Endi savol so'rayapman yana, men shuni qila olamanmi? Ha, chunki yoshlar ishlash agentligini viloyatlarda yoshlar markazlari bor. Joylarni topsam bo'ladi, qidirib, shunaqa qilsam bo'ladi, jamoa shakllansam bo'ladi. Men demak shunga yechim bera olmayman. Nimaga men qilmayman shuni deb boshlaganman. Birma-bir boshlab ketganmiz. Birinchi Samarqandda ochganmiz, keyin Surxondaryo, keyin Farg'ona. Farg'onadagi birinchi debatlar o'sha Registonda o'quv markazida bo'lgan. Bu yoq tomondagi Istiqlol yonidagisi. Shuna qilib hozirgacha 14 ta viloyatda debat klublarimiz bor. Mana nasib qilgan ekan, hozir o'sha tumanlarga kirib boryapmiz. Viloyatdagi har bitta tuman shaharda debat klublarimiz bo'ladi endi. Xo'p, shu loyihani men o'zim boshlaganman. Endi analiz qilamiz. Qanaqa stejga olib kelganimgacha noldan boshladim. O'zimning g'oyam boshlanishda ham ijtimoiy muammo topib, atrofdagi qarab, men o'zim qanaqa foyda keltira olaman degan savolga javob topib boshlab, yo'l davomida o'rganib qanaqa qilishni, davlat tashkilotida ishlab, davlat mulozimlari bilan ishlab, ulardan yordam olib, resurslardan foydalanib, o'stirib borganman, rivojlantirib borganman. Qaysidir stejgacha olib kelganman. O'sha stej davomida 100 dan ortiq jamoamda volontyorlar ishlagan. Hozir mana 1000 ga yaqinlashib jamoamda odamlar ishlaydi. Undan tashqari 1000 dan ortiq odamlar debatlarimizga kelgan. Katta u yoqda pul sarflangan, mablag' sarflangan. Hammasini qilib borganmiz. Endi analiz qilsangiz, bu yoqda
bitta narsa, birinchisi bu o'zimga qiziq narsa bo'lgan. Men o'zim xohlaganman shu debatlar qilishni, o'tganimda yoshligimda qiziq bo'lgan. Ikkinchisi, meni yo'nalishim sizlarga boshida aytdim, davlat boshqaruvi va iqtisodiyot. Shu государственный управление deyiladi, o'sha davlat tashkilotlarida ishlash. Debatlar tushunishlik uchun har qanday demokratik rivojlangan davlatlarning fundamenti. U yoqda siyosatchilar bir qaror qabul qilmoqchi bo'lsa, debatlashadi. Masalan, Amerikada siz aytaylik 100 milliard pulni qanaqadir narsaga ishlatmoqchi bo'lsangiz, senatda o'tirasiz, siz ha deysiz, bittasi yo'q deydi, debatlashadi. Angliyada ham xuddi shunaqa. Xuddi shuni bog'liq bo'lgani uchun, demak, ikkita narsa, birinchi o'rinda loyiha o'zimga qiziq, ikkinchisi yo'nalishimga bog'liq va shuni davomida men o'zim ijtimoiy muammoga yechim beryapman, o'zim yangi narsalar o'rganyapman, foyda keltiryapman atrofimdagilarga. Birinchisi shu bo'lgan va meni inshoyimni, asosiy inshoyim, hozir insholarga kelamiz. Asosiy inshoyim shu haqida yozilgan. Men o'zim analiz qilganimda eng asosiy muhim faktorlardan biri shu bo'lgan. Ya'ni o'sha yoqda tushunishlik uchun men bu bilan yotib, bu bilan turib, butun 2 yil vaqtimni shunga sarflaganman. Shuni mevasi bo'lgan shu narsa. Rostdan ham, masalan, men u yoqda gardga kirmagan bo'lganimda ham shu loyiha bilan davom etsam, kechada bir yaxshi narsa chiqadigan narsa bo'lgan. Men hozir ham davom ettiraman. Gardga kirgandan keyin tashlab qo'yganim yo'q-da. Chunki rostdan ham qiziq menga bu narsa. Xo'p, endi qolganlarni ham analiz qilib boramiz. Ikkinchisi, UZDP degan partiya bor, bilsanglar, UZDP partiyasi O'zbekistondagi eng katta siyosiy partiya, o'sha davlat boshqaruviga taalluqli narsa bu ham, masalan, agar siyosatdan xabaringlar bo'lmasa, senatda o'sha deputatlarning eng ko'plari UZDPdan chiqadi. Shu partiyani eng asosiy markaziy apparatida bitta bo'lim boshlig'iga yordamchi shogird bo'lib tushib ishlaganman 3 oy davomida. U bitta buni internship deymiz, shu aktivitetilarning turi, stajировка, xuddi shu shogirdlik deb aytadi, o'zbekcha shogirdlik. Chiroyli bo'lsa stajировка deb aytadi, inglizlar internship deydi. Bu menda ham xuddi shunaqa yo'nalishimga bog'liq. Ikkinchi o'zimga qiziq bo'lgan. U odamlar o'sha qanaqa qilib ishlaydi, partiyalar o'zi, partiyalarning o'rni qanaqa siyosatda, shunaqa narsalarni o'rganish. Uchinchisi, tadqiqot qilganmiz, research with a professor. Xo'p, bitta kitob o'qigandim, iqtisodiyot haqida, O'zbekiston iqtisodiyoti haqida. Bu kitob taxminan 2000-yillarda yozilgan. Keyin men hozir 2024-yilda turganim u payti. U kitob oxirida bitta xulosaga keladi, O'zbekiston iqtisodiyoti mana bunaqa narsa bo'ladi. Lekin men 2024-yildan qarasam, bu narsa sodir bo'lmagan. Keyin men qiziqdim, nimaga bu narsa sodir bo'lmadi va internetda qidirib javob yechim topa olmadim. Men savolimga javob topa olmadim va qaror qildim, nimaga men o'zim shu tadqiqot sifatida olmayman. Shu aktivitetilarning bitta eng mashhur turlaridan biri bu research qilish, tadqiqot qilish hisoblanadi. O'sha tadqiqotni birinchi nima qilish kerak? O'sha topib topasiz, mavzu topasiz, o'ziga qiziq bo'lgan, o'shaning ustida akademik tadqiqot olib borasiz. Kitob o'qiysiz juda ko'p, resurslarni o'qib chiqasiz, artikellar, maqolalar bor, ko'p professorlar yozgan. O'shani o'qib, oxirida bitta yechimga kelishingiz kerak. Savolingizga, boshida qo'ygan savolingizga javob topish kerak oxirida. Bu juda uzoq protsess. Masalan, menda 3 oy ketgan, unda ustozlar bo'lish kerak. Masalan, menda professor ustoz bo'lgan, Virginia Tech degan universitetda o'sha davlat boshqaruvi bo'yicha professor odam menga ustozlik qilgan, qanaqa qilish bo'yicha yo'l ko'rsatib turgan. Lekin bu ham o'sha birinchisi qiziqish. O'sha o'zim rostdan xohlab qilganman, ikkinchisi yo'nalishimga bog'liq. Endi men portfolioning activities qismini men kategoriyalarga bo'lib ko'p tushuntirishga harakat qilaman, analiz qilish uchun. Birinchi mendagi 3 ta narsa qiziqishga va yo'nalishimga bog'liq bo'lgan. Shu tushunib qolishinglar kerak. Endi 4-inchisiga kelamiz. 4-inchisi menda poetry bo'lgan. She'r yozib turardim, hozir ham yozaman. Havaskor sifatida, professional shoirlik, men kitob yozmaganman va o'shani qilib borib keyin bitta kichkina loyihaga o'xshagan narsaga asos solganmiz, yosh yozuvchilar jamiyati. Unaqa katta narsa bo'lmagan, 10-15 ta prosta o'sha shoirlikka yozishga qiziqqan yoshlar bolalar yig'ilib, prosta o'zimizdan ishimizni bir-birimizga o'qib berardik-da, feedback berardik. Masalan, bu joyini to'g'rilasa bo'lar ekan, bu joyning qofiyasi yaxshi emas yoki bu yaxshi xulosa bo'lmagan. Xuddi shu narsani yozganman. Bu ham qiziqishimga bog'liq, lekin men qiziq tomoni yo'nalishimga bog'liq emas. Men ertaga shoir bo'lmayman, adabiyot sohasiga ketmayman. Umuman menga aloqasi yo'q narsa. Keyingisi 5-inchisi. 5-inchisi oxirida aytaman, 6-inchisiga o'tib keta qolamiz. Toshkentda Creative Park degan joy bor, yoshlar ijod saroyi. O'sha Ibrat deb biz loyiha ofisimiz o'sha joyda joylashgan bo'lgan, boshlanishda debatlarimiz o'sha joyda bo'lgan. Shuni registratsiyasi bor, kirganda telefonda bot orqali, Telegram bot orqali QR-kodlar bilan kiradi. Xullas, texnologiya. O'sha texnologiyani qurishda produkt menejer, ya'ni o'shani qurgan odam komandani boshqaruvchisi men bo'lganman. Bizda dasturchi bo'lgan bitta dizayner bilan ishlaganman. Meni sohamga aytganda, bu ham umuman taalluqli emas, mana texnologiya sohasi. Men davlat boshqaruvi umuman qanaqa qarshi dunyo. Lekin prosta o'zimga qiziq bo'lgan qanaqa bir adabiyotga bot qilishimiz kerak edi, bilardim. Hali u stejga yetib bormagandik. Biz endi Toshkentda qolamiz, hozir shart emas, lekin qachondir qilish kerak. Shuning uchun qanaqa ishlaydi o'sha degan botlar va menda o'sha aytishgan rahbarlar, o'sha boshliqlar aytishgan, shuni qilinglar degan va o'zim ham qiziqqanman degan botlar qilishga va o'sha joyda o'zim ham o'tirardim. Men ham o'sha joyga bir foydam tegsin deb boshlaganmiz. Dasturchi bolam bor edi, jamoada o'sha bilan birga qilganman. Bu ham qiziqishga bog'liq, lekin yo'nalishimga bog'liq emas. 8-inchisiga e'tibor beramiz, 7ni to'xtatib turamiz. Sabab degan loyiha bor.
hozir u to'xtagan, lekin o'sha men topshirayotgan paytimda qilganmiz buni. Asalxon Sharipova degan qiz boshlagan. Bu loyihada book fairlar bo'ladi, ya'ni kitob fairlari, siz masalan o'qigan kitoblaringizni olib kelasiz, men o'qigan kitoblarni olib kelaman, bir-birimiz bilan almashamiz. Maqsad nima? Kamroq yangi kitob chiqarish demandni tushirish, talabni, yangi kitob chiqarishga bo'lgan talabni tushirish. Sabab nima? Hozir bilasizlar, isib ketyapti, global isish, global o'sha iqlim o'sishi bo'lyapti. Shunga bir ta'sir o'tkazish qanaqa? Kamroq kitob chiqsa, kamroq daraxtlar chopiladi, kesiladi, o'rmonlarni kamayishiga bir kichkina bo'lsa ham hissa qo'shadi. Xuddi shuni men Farg'onadagisini tashkil qilganman. O'sha yoshlar markazida bo'lgan, 2022-yil bo'lgan. O'zi bir marta qilganmiz xolos. Bu ham mana qarasanglar, men ekologiya sohasi bo'yicha ketmayman. Umuman bu bo'yicha meni yo'nalishim, karyeram u bo'yicha emas, lekin o'zimga qiziq bo'lgan. O'sha payti hamma shu global isish bo'yicha gapirardi, climate change bo'yicha gapirardi, qiziq bo'lgan. O'zi nima bu, nima muammo bo'lyapti, qanaqa yechimlar bor, nima qilish kerak? Shu narsani qiziqqanim uchun qilib borib, o'shanga qo'shilib organizatsiya bo'lib Farg'onadagisini boshqarganman. Bu ham o'sha qiziqishga bog'liq, lekin yo'nalishga bog'liq. Oxirgi 3 ta sanaga demak aktivitatim she'r yozish, kreativ parkda bot qilganmiz, sabab loyihasini Farg'onada boshqargan. Uchalasi ham yo'nalishga bog'liq emas, lekin qiziqishga bog'liq. O'zim qiziqqan narsalar. Bu ikkinchi kategoriyamiz, demak birinchi kategoriyamiz ham qiziqishga bog'liq, ham yo'nalishga bog'liq. Ikkinchi kategoriya qiziqish, lekin yo'nalishga bog'liq emas. Uchinchi kategoriya keladi endi. Hop, bu yoqda paid work deb yozib qo'yganman. Oylik olib ishlaganman. Qanaqa? Support teacherlar bo'ladi, masalan. O'shalarni boshlig'i sifatida onlayn kursda ishlaganman. 10 tacha odam bo'lgan jamoamda. Oylik olib ishlaganman. Bu yoqda qanaqa bo'lgan? Uni u ham yo'nalishga bog'liq emas, ingliz tilida o'qituvchilik. Shunchaki o'zimga moliyaviy yordam o'zim keltirish maqsadida. Keyingisi TEDx bor, bilsanglar, ammo xuddi shunga o'xshagan sahna bo'ladi, menga o'xshagan odam chiqib gapiradi, speech qiladi. Xuddi shunda bir marta event organizer, bir marta speaker, ya'ni o'sha gapiradigan odam bo'lib qatnashganman. Bu ham odatiy activity, ya'ni masalan paid work ham bu ham ko'pchilik qilaveradi. Masalan, o'qituvchi bo'laveradi hamma, juda ko'p odam o'qituvchi, juda ko'p odam TEDxda chiqaveradi, chunki TEDxda doimiy bo'lib turadi. Bir unik narsa emas, ya'ni bu noodatiy sizni bir universitetga olib kirib qo'yadigan narsa emas. Va yana bitta narsasi, shu yoqda Farg'ona davlat universitetida Student Voices degan ingliz tilida newspaper bor, hozir ham bor, desam aniq bilmayman. O'sha men 9-sinfligimda ularga qo'shilib editor sifatida ishlagan. Bu 3 ta aktivitani analiz qilsa endi, bular ham qiziqishga bog'liq, yo'nalishga bog'liq emas, lekin bitta narsasi odatiy narsalar, ya'ni men tengi yoshlar ko'pchilik qiladigan narsa. Buni analizini hozir aytib beraman. Oxirgisi bu yoqda mana bor International Youth Exchange program. Turkiyaga borib, o'sha xalqaro almashinuv dasturida bepulga qatnashib, Turkiyada aylanganman birinchi o'rinda, keyin turkiyalik yoshlar, Turkiyadagi o'sha boshqa davlatlardan kelgan yoshlar bilan muloqotlar qilib programmada qatnashganmiz. Bu xalqaro program. Endi oxirgi ikkita narsani analiz qilamiz. Birinchisi, typical activities dedim, noodatiy bo'lmagan aktivitelar. Bular nima? Nimaga kerak? O'zi kerak degan narsa, o'zi menda bular bo'lgan, nimaga bo'lgan? Bularni ko'pini 9-sinfligim boshida, o'rtasida yoki 10-sinf boshida qilganman. Shu yoqda olgan skillarim, olgan bilimlarim bilan keyinchalik qilgan proyektlarim successful bo'lgan. Shu narsalar menga yordam berganing uchun. Bu narsa bo'lishi okey, ya'ni bir xilga so'raydi, masalan, TEDx qo'shishim kerakmi meni kommunatimga? Men masalan qo'shganman, qo'shsa bo'ladi, odatiy narsalarni ham faqat pastroqqa qo'shasiz, chunki sizga bo'lgan muhimligi pastroq. International Youth Exchange program degani bu xalqaro program. Ertaga universitetga borsangiz, siz butun dunyodan kelgan odamlarni ko'rasiz. Masalan, mana bu suv desiz, kollej direktorasi. Endi bu misol qilib aytaman, fikr tomonidan shunaqa deydi. Masalan, siz bitta narsani to'g'ri deysiz, bitta narsani xato deydi. Yoki siz xato deysiz, u to'g'ri deydi. Endi bu yoqda u odamlar urushib ketib qoladi ko'pchilik. O'sha universitet sizni urushishingizni xohlamaydi. Urushmaslik bu tolerantlik deyiladi. Ya'ni sizdan fikrlari qarama-qarshi bo'lsa ham, boshqacha bo'lsa ham, uni hurmat qila olish tolerantlik hisoblanadi. Siz shunaqa bo'lishni xohlaysiz. Endi universitetga buni qanaqa ko'rsatib berasiz? Siz oldin ham shunaqa muhitlarda bo'lganman. Oldin ham o'zimdan dunyoqarashi boshqacha bo'lgan insonlar bilan suhbatda bo'lganman. Ular bilan urushib ketmaganman. Yaxshi munosabatda bo'lib, yaxshi narsa qilganman deb ko'rsatasiz. Buni international exposure deymiz. Xalqaro o'sha exposure ko'rishdi, xalqaro daraja qanaqa bo'lishi. Va hobbiga ham bitta to'xtatib o'taman, o'sha she'r yozishda o'rni qanaqa bo'lgan applicationda. Universitetga ertaga borganingizda universitetlar sizni xohlaydi, chunki u yerda yotoqxonada turasiz, o'rtoqlaringiz ko'p bo'lishini xohlaydi. Chunki u yerda o'sha o'rtoqingiz qancha ko'p bo'lsa, universitetdagi vaqtingiz ham shuncha zo'r o'tadi. Uni qanday qilib siz savol o'rtoqlik ko'payadi. Masalan, men bilan aytaylik, bir gaplashishimiz uchun o'rtada bitta bir hech bo'lmasa o'xshash tomon bo'lishi kerak. Aytaylik, bular futbolga qiziqsa, men ham futbolga qiziqsam, masalan, men Husan haqida gaplashishimiz mumkin, to'g'rimi? El Clasico haqida gaplashishimiz mumkin. Lekin bular futbolga qiziqsa, men qiziqmasam, lekin va boshqa umuman bir xil qiziqadigan narsalarimiz bo'lmasa, biz ular bilan o'rtoq bo'la olmaymiz. Gaplashadigan mavzu yo'qda, chunki odam qachon odam bilan o'rtoq bo'ladi, gaplashadigan temasi bo'lsa. Bo'lmagandan keyin o'rtoq bo'lamiz. Shuning uchun siz hobbilaringiz bo'lsa, bitta, ikkita yoki masalan, yo'q, 3 ta bo'lsa ham, nechta bo'lsa ham, mana debat ham hobbi bo'lgan, po'shma ham hobbi bo'lgan. Siz ertaga universitetga borganda o'rtoqlashib keta olish osonligini universitet ko'rsatib berasiz. Universitet buni ko'rsa, bunga yoqadi va aytadiki, "Da bu bola ertaga universitetga kelsa, o'zi o'tirmaydi, xonasida ertadan kechgacha qamalib olmaydi-da, tashqariga chiqadi, nafaqat o'qiydi."
balki networkdir. Sanamamiz yaqinda sanadik, hammasi dunyoda 10 xil davlat ketadi. Masalan, men Amerikaga ketyapman. To'rtam Saudiya Arabistoniga ketyapti. To'rtam Gonkongga ketadi. To'rtam Xitoyga ketadi. To'rtam Turkiyaga ketadi. Bittasi Malayziyaga ketadi. Bittasi o'sha Angliyada, bittasi Kanadaga ketadi. Masalan, 10 ta davlatda tanishim bor. Ertaga masalan men Kanadaga uçsam, muammoim bo'lmaydi. Shuni o'rtog'imga telefon qilaman. Bu yoqqa keldim, mamnunman, yordam kerak. Sen bo'ladi. Bu shunaqa tanish bilishni o'rni juda katta o'zi insonning hayotida. Ishingiz hal bo'lishda xuddi shuni universitetda ham tushunadi va universitetda siz ko'proq o'rtoqlaringiz bo'lishi, networking ko'proq qilishni xohlaydi va buni bundoq analiz qilsa, demak, hobbilarning o'rni katta. Endi sizlar nima qilishinglar kerak degan savolga birinchi o'rinda o'sha hozir analiz qilsak 3 ta filtr bor. Hamma qilgan ishlarimda 3 ta filtrdan o'tgan. Birinchisi o'zimga yoqadimi qilayotgan ishim. Ikkinchisi bu ishim orqali yangi biror nima o'rganamanmi? Ibratda bet qilganimda masalan boshqaruv o'rganganman, davlat tashkilotda ishlaganman. O'zlik debda masalan siyosiy partiyada ishlaganman, siyosiy partiya qanaqa ishlaydi o'rganganman. Tadqiqotimda o'zim savolimga yechim topdim. O'sha narsa orqali yangi narsa o'rganamanmi degan ikkinchi filtrim bo'lgan. Uchinchi filtrim bu narsa jamiyatga kimgadir foydasi bormi? O'zgartirish kiritami? Masalan, Ibratda bet orqali mingta odam debatlarimizga kelgan. Hamma narsa o'zgartirish bo'lgan. Uchala o'sha filtrdan o'tkazgani uchun menimcha aktivitetilar quality bo'lgan. Ya'ni masalan boshqalarning qilgan aktivitesidan, boshqalarning qilgan ishdan ajralib turgan va meni kirishimga bir ma'lum bir miqdorda sababchi bo'lgan. Demak, sizlarga maslahat qilgan bo'ladim. Любой narsa qilayotganingiz 3 ta narsadan o'tsa filtrdan. Birinchisi, senga o'zi bu ish qilayotganing yoqadimi yo'q, majburligingdan qo'rqsanmi yoki prosta boshqa odamlar qilib turgani uchun qilyapsanmi? Birinchisi demak, senga yoqish kerak. Ikkinchisi, shundan biror nima o'rganasanmi? Uchinchisi, bu orqali qanaqadir biror nimada o'zgarish bo'ladimi? Jamiyatga foydang tegami? Va endi sizlarga maslahatlar, o'sha birinchi o'rinda o'zingizlarning qiziqishinglar. Qiziqish deganda yo'nalishinglarni topishinglar shart emas. Masalan, ertaga kechada nima ishlashingiz bilishingiz shart emas. Shunchaki o'zingiz qiziqish. Futbolga qiziqishingiz o'sha toifasida ketsangiz bo'ladi. Masalan, men bitta o'quvchim bor, shaxmatga qiziqadi. Hozir masalan, ushchas degan narsa agar shaxmatga qiziqsangiz eshitgan bo'lsangiz, ushchas degan loyiha bor, o'sha O'zbekiston shaxmatchilari, O'zbekistonda stream qiladi shaxmatda, o'shanda ishlaydi. Любой qiziqishingiz doirasida qiziqishlarni shakllantirish uchun qilib boraverasiz. Ikkita, uchta o'sha o'zingiz yoqadigan ishlarni qilish va ular agar yaxshi bo'lardi, o'sha yo'nalishga bog'liq bo'lsa. Va ikkita, uchta boshqalarda bo'lgan ishlarni ham qilsa bo'ladi. Masalan, TEDx bo'ladi, MU1 bo'ladi, debatlar ham ko'pchilikda bor. Shunga o'xshagan narsalarni qilish ham okey, chunki siz skilllaringizni oshirishga yordam beradi va hobbilaringiz bo'lishini tushuntirdim, muhimligi va xalqaro programmalar. Aytganimdek, o'sha ertaga universitetga borganda tadqiqot bo'lishingizni ko'rsatish uchun va umumiy xalqaro stejda ham boshqalar bilan muloqot qila olishingizni ko'rsatib berish uchun shu kerak bo'ladi. Umumiy hozir aktivitetilar bo'yicha taxminiy shunaqa. Endi ikkinchi qismini tugatdik. Demak, yana bir marta sal recap qilib olamiz, xulosa qilib olamiz. Portfolioda ikki xil tomonimiz bor: honors va activities. Honors yutuqlar, activitylar, mashg'ulotlar. Honorda 5 ta joy bor, activityda 10 ta joy bor. Honorlarni ham, activitylarni ham o'sha o'zingizga muhimligiga qarab tushirib ketasiz. Eng bastigina, eng muhimligi kam bo'lgan bo'ladi. Lekin aytib tushuntirib analiz qilib berdim, o'sha kerak narsalarni tushunib oldinglar. Endi birinchi o'rinda masalan tushuntirdik, mana qorovulxonadan kirish dedik. Ikkinchisi masalan zinadan o'tish dedik. Endi yana bitta muhim bor. Shuncha ikkalasini qildingiz, endi buni qila olmasangiz, buni qila olmaysiz. Insholar yozish. Tasavvur qiling, masalan Garvardga har yili 60 ming odam topishadi. Ular faqat 2 ming odam oladi. 60 ming odam olib kelib, 60 ming odam ichidan taxminan 10 mingtasida IELTS ham bor, SAT ham bor. Aytaylik 5 mingtasida ham portfoliosi ham zo'r. Ichida 2 mingtani saralash uchun endi gaplashib chiqish kerak. Masalan, o'z maqsadlaring qanaqa, kelajakda nima qilmoqchisan, shuni bilish kerak. Ular sizni olib kelib, intervyu qila olmaydi. Masalan, O'zbekistonda men chaqirish uchun 4 ming dollar sarflasa, 60 ming odam uchun 240 ming dollar sarflay olmaydi. Xuddi shuning uchun ular insho so'raydi sizdan. Insholarda masalan, hayoting haqida gapirib ber deydi, kelajakda maqsadlaring haqida gapirib ber deydi, nimaga shu sohani o'qimoqchisan deydi, nimaga bizda o'qimoqchisan deydi. Shu orqali sizni tanib oladi, sizni tushunib oladi. Как bu psixologiyada bu, psixologlar ham so'raydi, borib ko'rgan bo'lsangiz so'raydi. Shu shunaqa savol orqali sizni sinaydi. Shu savolga bergan javobingizga qarab, men universitetimga to'g'ri keladimi bu bola? Ertaga universitetimga kelsa, o'qib yaxshi o'qib ketadimi yo'qmi? Shuni aniqlab, shunga qarab sizni aksept qiladi. Ikkita insho turi bor. Birinchisi asosiy insho, ikkinchisi qo'shimcha insho. Asosiy insho bir xil, hamma universitetga bir xil yuborasiz. Masalan, 20 ta universitet o'qishsiz, hammasiga bir xil insho ketadi. Qo'shimcha insho universitet turiga qarab farqlanadi. Masalan, Garvardda 5 ta insho bo'lsa, qo'shimcha qaysi universitet 3 ta bo'lishi mumkin. Ularning savollari ham boshqacha bo'lishi mumkin. Asosiy insho 650 ta so'zli bo'ladi, qo'shimcha insholar odatda kam so'zli bo'ladi. Masalan, 150 ta, 200 ta bo'lishi mumkin. Masalan, Garvardda 5 ta qo'shimcha insho bo'lgan, 150 ta so'zdan. Xo'p. Birinchisi o'sha asosiy insho bu inglizda personal statement deymiz, kimdir statement of purpose deydi, kimdir motivational nomi ko'p, lekin asosiysi o'sha eng asosiy yozadigan inshoingiz. Bu yerda o'zi nima haqida yozish kerak? O'sha tasavvur qiling, siz bitta rasmingiz bor, kimdirga sotmoqchisiz. O'sha rasmni tasvirlash uchun biror nima aytib berishingiz kerak. Universitetdagi eng chiroyli, eng zo'r yo'li bir hikoya sifatida o'zingiz hayotingizni gapirib berish.
nimaga desangiz, sizni qarorlaringizga o'zi ta'sir qilgan narsalar odatda bir hikoyalar, event deymiz inglizda, bir qanaqadir bo'lgan voqealar bo'ladi. Masalan, aytaylik, siz o'qituvchi bo'lmoqchi bo'lsangiz, sababi oyingizda o'qituvchilik bo'lishi mumkin. Yoki masalan bitta o'qituvchini ko'rgan bo'lishingiz mumkin, juda zo'r yoki juda yomon bo'lgan bo'lishi mumkin. Shundan keyin siz qaror qildingiz, masalan aytaylik, o'qituvchi bo'lish yoki doktor bo'lsangiz, masalan bobongizlar o'tib qoldi kasallikdan. O'sha men kelajakda o'tmasligiga harakat qilaman. O'sha shunaqa voqealar bo'ladi inson hayotida, ta'sir qiladi qarorlariga. Nafaqat bu karyera. Masalan aytaylik, Amerikada o'qimoqchisiz, Amerikada o'qishingizga ta'sir qiladigan tadbirlar bor. U hamma hayotda insonning o'sha bo'ladigan voqealar ta'sir qilib keladi, qarorlariga, fikrlashiga, qadriyatiga. Kimdir masalan, men bu narsa oq desa, kimdir bu qora desa, o'sha oq deyishga sababchi narsalar bu. Prosta bugun uyqudan turib oq ekan demaydi. Ta'sir qiladigan tushunchalar bor. Xuddi shuni tushuntirib berish uchun hayotingizni hikoya sifatida aytib berish kerak. Menda ham xuddi shunaqa bo'lgan. O'sha birinchi o'sha tug'ilgan joyimdan boshlab o'sha ochiq aytiraman, debatlar haqida yozilgan. Ibrat debate haqida emas, debatlar haqida. Boshda yoshligimda o'sha debat qiziqqanim, keyin Toshkentga kelganimda debat qilganim, kelajagimga bu qanaqa ta'sir qiladi, nimaga davlat boshqa yo'nalishda o'qimoqchiman, hammasi explain qilgan. Bir chiroyli hikoya chiqqan. U hikoyani masalan men ertaga gazetaga chiqarsam, uni masalan odamlar o'qib maza qiladi. Sababi siz xohlashingiz kerak, o'sha harakat qilishingiz kerak. U yerda admission officer, sizda hujjat o'qigan odam 60 ming odam hujjat o'qib chiqib zerikib ketadi, to'g'risi. Uyqular kelib ketadi, ertalab turib o'qish mumkin, obedda qorni ochligida o'qish mumkin, qorni to'yib ketib zerikib o'qish mumkin, uxlab qolish. Maksimal harakat qilishingiz kerak. Shu uni esida qolish kerak va unga yoqish kerak. Endi qachon inson maza qiladi, qachon bir hikoya sifatida har xil narsani aytib berasiz. Masalan, storytelling deb aytiladi bu narsaga. O'sha boshida uni birinchi qiziqtirib olasiz, keyin o'sha asosiy insonni aytib berasiz, keyin oxirida xulosasini chiqarasiz, mag'zini chaqasiz, reflection qilasiz. Xuddi shu narsalarni bir dramatik narsalar bilan orada qo'shasiz. Masalan, u bo'ldi, bu bo'ldi deb turib voqealarni qo'shib, chiroyli hikoya sifatida yasab ko'rsatib berish kerak. Qanaqa boshlanadi? Birinchisi qilgan ish o'zi mana 17 yoshga kelibman. Kelajakda masalan dasturchi bo'lmoqchi ekanman. O'zi dasturchi bo'lishimga 17 yoshga kelguncha nimalar bo'ldi hayotimda? Masalan, birinchi bu maktabga boruvdim, 30 ta bola bilan o'qirdim. Bu bolalardan ma'mulari hali ham men bilan o'rtoq. Ular menga qanaqa ta'sir qildi? Masalan, otamlar masalan o'zlari texnologiya sohasida ular menga qanaqa ta'sir qildi? Hammasini ko'rib hayotingiz ustida reflection qilasiz. Prosta o'ylab o'tirmaysiz, yozasiz shuni. Masalan, maktabingizda birinchi maktabingiz haqida yozishingiz mumkin. Birinchi ustozingiz haqida yozasiz. Masalan, o'rtoqlaringiz haqida yozasiz. Essayga o'xshab prosta yozib yuraverasiz. Jurnal sifatida. Bu birinchi o'rinda sizni yozish, ya'ni insho yozishingizga yordam beradi, yaxshilik sizni qobiliyatingiz. Ikkinchisi, o'zingizni fikrlaringizni tiniqlashtiradi. O'z hayotingizda rostdan nima bo'lgan, shu siz universitet olish kerak. O'shani aniqlashtirib olasiz. Sizni aytasiz-ki, universitetga aytasiz, 60 mingta odam bor, dunyodagi eng zo'r o'quvchilar, lekin sen meni olishing kerak. Xolos, o'shanga sababni siz o'sha hikoyangizdan topasiz. O'zingizni sotishi sirrini o'shdan topasiz. O'sha reflection qilasiz birinchi. Ikkinchisi, reflection qildingiz, endi taxminiy nimalarni yozmoqchiligingizni bildingiz. Masalan, buni yozsam bo'lar ekan, uni yozsam bo'lar ekan deb aniqlashtirdingiz. Shundan keyin g'oyalarni insho sifatida qanday ishlatishingiz bo'ladi, shuni ko'rishni boshlaysiz. O'sha start building ideas, structures, strukturaga tushirib, masalan, birinchi buni gapiraman, ikkinchi buni gapiraman. Keyingi qismi birinchi chernovik variant yozib ko'rasiz, draft deydi. O'shani qoralama deb aytadi o'zbekchada. Taxminiy yozib ko'rasiz. Ikkita uch xil variant. Masalan, birinchi bunisini aytib ko'rasiz, bu ikkinchi buni aytib ko'rasiz. Har xil variant ko'rasiz, keyin ko'rasiz. O'rtog'ingizga o'qitirib ko'rsangiz bo'ladi, oyingizga o'qitirib ko'rsangiz bo'ladi, ustozingizga o'qitirib ko'rasiz. Qaysi biri sizni eng yaxshi tasvirlayapti? Qaysi biri siz haqingizda ko'p gapiryapti va shuni o'qigandan keyin sizni inson sifatida taniydi. O'shani tanlab, o'shani ustida keyin ishlash boshlaysiz. Masalan, ko'p edit qilaverasiz, to'g'rilaysiz, u so'zni olasiz, bu so'zni qo'shasiz, vergulni qo'yasiz, boshqasini qo'yasiz, paragrafni qo'shasiz, u qilib ustozlar bilan ishlaysiz, feedback olasiz mentorlardan, shunaqa qilib to'g'rilaysiz. Qo'shimcha asosiy inshon. Qo'shimcha inshoda ham xuddi shunaqa narsa, faqat unda birinchi asosiy inshon yozib, keyin qo'shimcha inshoga o'tiladi odatda va unga sal kamroq vaqt ketadi, chunki 150 ta so'z xolos. Unaqa katta narsa emas, savollar ham aniq bo'ladi. Masalan, asosiy inshoda aytadi, prosta o'zing haqida gapirib ber deydi. Xohlagan narsang haqida gapirsang bo'ladi deydi. Shuni o'ylaysiz, men nima haqida gapiraman deysiz. Lekin bu qo'shimcha inshoda aniq savol beradi. Masalan, aytadi Garvardda olgan ta'liming bilan ertaga kelajakda nima qilmoqchisan? Yoki sen haqingda 3 ta qiziq fakt aytib ber. Который seni xonadoshing bilish kerak edi. Dormitoryda turasan, yotoqxonada turganda xonadoshing sen haqingda bilish kerak bo'lgan 3 ta qiziq fakt. O'shani aytib ber deb boshlash mumkin. Yoki senga eng katta ta'sir qilgan bir mashg'uloting. Yoki bitta narsa haqida so'raydi, bitta narsa haqida aytib ber. Disagreement, ya'ni bitta inson bilan urushgansan, urush qo'l bilan emas, mavzu doirasida talashgansan, o'sha haqida gapirib ber. Nima bilan tugagan deb so'raydi. Shunaqa aniq savollar bilan so'ragan uchun javob berish sal osonroq, bunga unga ko'p vaqt ketmaydi. Protsess shunaqa, xohlasangiz rasmga olinglar, men ko'pchilik oldi. Bu yerda vaqtlarni ham yozib qo'yganman. Odatda g'oyalarni o'sha reflectionni 5-6 oy oldin boshlash zo'r. Masalan, sizlar hozir 10 sinfmisizlar yoki 11 bo'lib gapira olasizlarmi? Hozirdan o'ylasanglar bo'ladi, yozishni boshlasangiz bo'ladi. Reflectionni Google dokument ochasizlar yoki Word ochib, yozib boshlaysizlar. Birinchi boshidan boshlaysiz. Masalan, kerak bo'lsa bog'chagacha boshlaysiz kerak. Men shu bog'chani variantlarini ham o'rganib chiqqanman.
qani eslab chiqaman, odam esidan chiqib ketadi o'zi nimalar bo'lgan, lekin yozib chiqsangiz ko'p narsa bo'lgan bo'ladi. Keyin nimaga o'zim ITchi bo'lmoqchi ekanman, o'sha mana bu narsa bo'lgan ekan degan narsa aniq chiqadi. 5 oy, 6 oy oldin g'oya o'sha reflection, keyin 3-4 oy oldin aniqlashtirish g'oyalarni, aynan nimani yozish haqida, 2-3 oy oldin chernoviklarni tayyorlash, 15 kun qolganda tayyor bo'lish kerak. Chunki qolgan 15 kunda bor, juda ko'p muammolar chiqadi. Hujjatlar bilan muammolar chiqadi. Masalan, maktabdan baholangizni olishingiz kerak, uni tarjima qilish kerak, notariusga berib, yoki masalan, IELTS'ni yuborish kerak, universitetga SAT yuborish kerak. Shunaqa ikir-chikirlari ko'p. O'sha narsalar bilan shu band bo'lasiz. Insho yozib o'tirishga vaqtingiz bo'lmaydi. Yoki agar o'sha payt qilaman desangiz, qiynalib qolasiz. Masalan, deadline o'tkazib ketasiz, universitetga topshirolmay qolishingiz mumkin. Kichkina insholarda ham xuddi shunaqa, prosta mana bu kamaytirilgan 2-3 oy oldin o'ylaysiz. 1-2 oy oldin g'oyalarni aniqlashtirib, 5-10 kun oldin tayyor bo'lish kerak. Xo'p, endi hozir bu hamma gapirganlarim bunda qo'lga ushlasa bo'ladigan narsalar. Ya'ni sizlarga aniq bir aytishim mumkin bo'lgan maslahatlar. Endi bu yoqda muhim tomoni bu narsa uzoq proses. Hozir biz eng birinchisini gaplashdik. Lekin masalan sizda vaqt kam bo'lishi mumkin. Yoki bir xil prosta Amerikani yoqtirmaydi. Amerikaga borishni yoqtirmasligingiz mumkin. Shunda o'sha o'zingizga to'g'ri keladigan o'sha 7 tadan bittasini tanlab, o'sha to'g'ri variantni o'zingizga keladigan tanlaganingizdan keyin o'shaning ustida harakat qilasiz. Bitta narsani tushunish kerak, siz xohlayotgan narsa odatiy narsa emas. Masalan, o'z DTMga prosta diplomatiyaga kirmoqchi bo'lsa ham necha mingta odam ichidan yutish kerak. Endi tasavvur qiling, siz butun dunyoni eng top universitetga kirmoqchisiz. Bunda butun dunyo bilan kurashasiz. Shuning uchun uni qiyinchiligi ham odatiy bo'lmaydi. Siz boshqa o'rtoqlaringizdan ko'proq harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Ko'p narsani boshqa kechish bo'ladi. Tiplar bor, nima qilsa osonroq kechadi. Birinchisi o'sha sizlarga g'alati eshitilishi mumkin yoki mana juda boshqacha eshitish mumkin, motivatsion insonlar gapiradigan bo'lishi mumkin. Hayotdagi maqsadingizni aniqlashtirish, ya'ni aniq bilish shart emas, lekin o'zi mana shu hayotga kelibman, o'zi nimaga bu yoqda yuribman degan narsani aniqlashtirib olsangiz, masalan, kimdir maqsadi ko'p pul topish bo'ladi. Bu ham oddiy, yomon narsa emas. Kimdir maqsadi ota-onasini eng zo'r sharoit qilish bo'ladi. Kimdir maqsadi o'zi uchun eng zo'r sharoit qilish bo'ladi. Kimdir maqsadi jamiyatga foyda keltirmoq bo'ladi. Har qanday maqsad insonning o'zi uchun zo'r. Hech kim maqsadi yomon degan narsaga men qo'shilmayman. Hammani o'zining maqsadi o'zi uchun eng yaxshisi. O'sha maqsadingizni eng kattasini topib olsangiz, keyin o'sha eng katta maqsadga erishish uchun bu bitta yo'lligini bilganingizda osonlashadi-da. Demak, mana bu miyadagi bitta bloklangan narsa ochiladi. Ha, demak, bu eng kattaga erishmoqchimanmi? Orada o'tishim kerak bo'lgan stage shu ekan. Universitetga, yaxshi universitetga kirsam, masalan, aytaylik, oddiy masalan bolalarda bo'lishi mumkin, ko'p pul topish xohlashi bo'lishi mumkin. Masalan, aytaylik, million dollarlik biznesmen bo'lmoqchi. Savol, million dollarlik biznesmen qanaqa qilib bo'laman desa, men hozir O'zbekistondaman. G'oyalarim cheklangan. Xalqaro bosqichga chiqsam, chet elda hali O'zbekistonda ochilmagan narsa juda ko'p. Borib o'rganib kelsam bo'ladi. Chet elga borishim nima qilsam bo'ladi? Green card o'ynasam bo'ladi. Qaysi lotereya bu? Menga chiqish imkoniyati juda past. Meksika orqali ketsam bo'ladi. U yetib olamanmi, yo'qmi, qaytib kelamanmi, qanchalik pulim ketadi. Uchinchi eng yaxshi yo'li universitetda o'qib, universitetda o'qiyotgan paytimda o'rganib, qaytib kelib, shu yerda qilsam bo'lar ekan. Demak, eng yaxshi yo'l universitetga o'shanda menga ochilyapti. O'shanda qiyinchilikni oddiy ko'rishni boshlaysiz. Ya'ni shu qiyinchilikdan o'tishim kerak, tamom vasalom degan tushuncha ochiladi. Bo'lmasa men qilamanmikin, boraymikin, bormaymikin, ular qo'poq aytganda yuraverasizlar lallayib. Ikkinchisi, yoningizdagi o'rtoqlarni o'ziga o'xshagan maqsadlilarni topish. Masalan, o'sha realniy biznesmen bo'lmoqchimisiz, zo'r biznesmen bo'lmoqchimisiz, top universitet topishmoqchimisiz, o'ziga o'xshagan maqsadli insonlarni yoningizda aylantiring. Qanaqa bo'ladi? O'sha maqol bor, qozonga yaqin yursak, qorasi yo'qadi. Xuddi shunaqa. 5 ta millioner bilan bo'lsangiz, 6-siz bo'lasiz. Ko'pchilik aytadi, men yonimda o'rtoqlarim yoqmas. Nima qilish kerak? O'sha o'rtoqlar qochib turish kerak ma'lum bir muddat. Siz o'zingiz harakat qilasiz. Masalan, IELTS kursga borsangiz, IELTSga qiziqayotganlarni topasiz. SATga borsangiz, SATga qiziqayotganlarni topasiz. TEDxga borsangiz, sizga o'xshab portfolio qilayotganlarni topasiz. Inshootga borsangiz, inshoot gruppalarda yozib yurganingizda, chet elga topshirayotganlarni topasiz. Shunaqa qilib yig'ilib qoladi. Masalan, menda ham endi boshlayotganda o'rtoqlarim bo'lmagan. O'sha masalan, sizlarga aytdim-ku, 10 ta davlatda o'rtoqlarim bo'lar ekan deb, o'sha gruppani men o'zim ochganman. Qanaqa bo'lgan? Bitta odam qo'shilgan birinchi. Bitta masalan IELTS bilan o'qigan odamni qo'shganmiz. Birga gaplashib yurardik, keyin bitta odam ko'rib qoldi, u ham qiziqdi, uni qo'shganmiz. Shunaqa sekin-sekin rivojlangan. Mana hozir men 4 yil paytida keyin mana shu gruppa o'rtoqlarim hosil bo'lgan. Mana hozir Xudoga shukr 11-sinf bo'lsam, juda ko'p o'rtoqlarim bor. Hammasi har xil sohada, qaysi O'zbekistonda qoladi, qaysi chet elga ketadi. Yo'nalishlari ham juda boshqacha, lekin men aniq bilaman, men ular bilan maqsadlarim bir xil. Ular o'sha o'zining sohasidagi eng zo'rlari bo'lmoqchi. Ertaga men ham o'zim sohasida eng zo'r bo'lmoqchiman, ular ham o'zining sohasida eng zo'r bo'lmoqchi. Bu bizga har doim bir-birimizga tayanch bo'lamiz. Masalan, kimdir siqilib qolsa unga motivatsiya berasiz, kimdir kasal bo'lsa uni ko'rgani borasiz. Bu mazza qilib, mana qilayotgan ishingizdan o'z zavqlanishni boshlaysiz o'shanda. Chunki qarasangiz, o'rtoqlaringiz ham xuddi shunaqa ish qiladi. Yoki qolib ketsangiz, masalan, bizda bitta yaqin o'rtog'imizda muammo bo'ldi, kasal bo'lib qoldi, qolib ketib qoldi. O'shanda o'ylab anaqa qiladi-da, o'zi kasal, lekin harakat qiladi. Harakat qilishga sabab nima o'zi? Sabab bizni ko'radi-da.
bular qilyapti, men ham bir xilman o'shalar bilan. Menda ham o'sha IELTS bo'yicha aytdingmi, jichcha bo'lsa ham harakat qilay deb harakat qilib, masalan Turkiyaga kirdim. Xuddi shunaqa o'rtoqlaringiz yoningizdagi o'sha environment yoningizdagi zo'r bo'lsa, siz ham ertaga depressiyaga bo'lganda, siqilganingizda, burnout bo'lganda, o'qishdan charchaganingizda osonroq kechadi vaziyat. Va asosiy narsasi o'sha qiyinchilikdan qochmaslik kerak. Qiyinchilik bo'ladigan narsa, oddiy narsa sifatida ko'rib, agar sen erishayotgan narsa top 1% yoki odatiy narsa bo'lmasa, demak, seni qiyinchiliging ham odatiy bo'lmaydigan narsani tushunib olsangiz bo'ladi. Xo'p, umumiy hozir bilishinglar kerak bo'lgan narsalar shular, lekin bitta narsani tushunishinglarni xohlaydim. Men sizlardaqa bo'lganimda, universitet topshirayotgan paytimda bularni hammasini bilmaganman. Ko'p holatlarda spontanniy bo'lib ketadi narsalar, tabiiy bo'lib ketadi. Masalan, ibrat boshlaganimda ham o'sha men bilmasdim, men o'sha universitetga men olib kelgan narsa shu bo'ladi deb bilmaganman. Просто g'oyam bo'lgan universitetga desa qaraganman, muammo topilgan, qilib ketaverganman. Ayasdan olayotganda ham, ingliz tilini o'rganishga boshlaganimda hammasi qiziqishlarim, o'sha orqasidan yurib ketaverganman. Hozirdan sizlar mana Garvardga kirish yo'linglarni birma-bir bilishinglar shart emas. Men bunaqa narsaga o'xshataman. Masalan, mashinada ketyapsiz. Tuman bo'lib qoldi. Uyingizni qayerdaligini bilasiz, to'g'rimi? Lekin keyingi 1 kilometrda ko'zingiz ko'rmaydi. Keyingi 5 metrda ko'radi xolos. Xuddi shunaqa. Maqsadingizni bilsangiz, keyingi qadamingizni bilsangiz bo'ldi. Yurib yo'lda topib ketaverasiz. Men bitta hurmat qiladigan inson bor. Shahar Dolimov eshitganmisizlar? YouTube'da yurgizadilar va ular mana katta Toshkentdagi qurilishlar bormi? Energy bor, masalan, Nestoni bilasiz, shularni marketing bo'yicha ishlaydi, reklamasi bo'yicha ishlaydi. Murod Nazarov shogird. Shu inson aytgan gap bor. Bilib turib boshlama, bilishdan oldin boshla. Ya'ni boshlash uchun sen bilishing shart emas hamma narsani. Nimaga? O'sha inson hayotda deb beradi, o'sha marketingni boshqa sohada yurgan bo'lgan, Norvegiyada yurgan bo'lgan. Murod aka ustozni chaqirganlarda, "Sen mana bizani marketing qilgin" degan. Ustoz bo'lganligi uchun ustozdan inson haqiqatku, masalan, men ham ustozlarim bor, men xadorirman, nima desizlar? Xadorirgan keyin o'ylayman, "Voy, men qanaqa qilaman" deb boshlab, hozir O'zbekistondagi eng katta o'sha qurilish sohasidagi brendlarni marketingdan shug'ullanadigan katta kompaniyaning asoschisi. O'sha bilmasdan turib boshlaganman. Men ham bilmasdan turib boshlaganman. Men ham bilmaganman Garvardga qanaqa kiraman yoki universitetga qanaqa kirsa bo'ladi. Asosiysi boshlash, asosiysi maqsad bo'lish. Keyin yana bitta narsa, ertaga Garvardga kira olmasangiz ham, ertaga O'zbekistonda qolsangiz ham bitta narsa aniq bo'ladiki, siz hech qachon oddiy odam bo'lib qolmaysiz o'sha. Siz bosib o'tgan yo'l boshqa sizni tengqurlaringizdan yaxshiroq bo'ladi. Siz u yoqda o'tgan o'rtoqlaringiz, u yoqda orttirgan o'zga skill deymiz ingliz tilida, o'sha qobiliyatlaringiz ertaga O'zbekistonda qolsangiz ham eng oddiy, mana eng past holatga tushib qolgan paytingizda ham, masalan, tasavvur qiling, Farg'onaning eng chekka qishlog'ida qolib ketdingiz. Shuncha narsani olib. O'shanda ham o'sha o'quv markazi ochib, o'sha yerdagi eng katta o'quv markazi bo'lib, katta biznes bo'lib ketsa bo'ladi-da. Eng kamida masalan misol. Yoki bo'lmasa o'sha sohaning eng katta maqsadiga erishasiz. Shuning uchun shularni ham tushunishinglar kerak deb o'ylayman. Bu IELTS SAT ham muhim, lekin IELTS SATga mindset kerak-da. Bu maqsadga erishish uchun mindset eng asosiy narsa, fikrlash. Shu fikrlashinglarni ham ochishga, mana shu narsalarni harakat qiling, gapirishga. Endi mana savol-javobga o'tishlar bo'ladi. Savollar bo'lsa qo'l ko'tarsanglar, sekin boshlaymiz birolar. Ingliz tilida gapirsangiz ham bo'ladi, xohlasangiz. Mana ham davlat boshqarmasi va ekonomik magistratda qana predmetlar muhim markazga kirish uchun? Zo'r savol berdi. Meditsina sohasiga kirmoqchi bo'lganlar bormi? Mana bizda meditsina sohasiga kirmoqchi bo'lsangiz, sizlar biologiya, kimyo berishingiz kerak, to'g'rimi? Bitta zo'r sizlarga fakt aytaman, agar meditsina yoki huquq sohasida o'qimoqchi bo'lsanglar, Amerikada unaqa soha yo'q, bakalavrda. Nimaga? Ular hammasi buni magistraturada o'qitadi. Endi qanaqa qiladi, masalan, sizlarni tushuntirib beraman, savolga yetib boramiz. Qanaqa qiladi desangiz, o'shanga taalluqli narsalar o'qiydi, pre-med, pre-law deb aytadi. Ya'ni meditsina o'qimoqchi bo'lgan bakalavr talabasi yoki yuridikada o'qimoqchi, yuridik sohasida o'qimoqchi bo'lgan bakalavr talabasi. O'sha top universitetlarni Amerikada bitta narsa bor, ular sizdan sen ertaga meditsina sohasiga ketmoqchi ekansan, davlat boshqaruviga ketmoqchi ekansan, iqtisod o'qimoqchi ekansan, iqtisod bilishing kerak deb biz universitetga o'xshab mana bunaqa fanlarni qo'yib qo'ymaydi imtihonga. Ularning fikrlashi mana bunaqa. Liberal arts degan ta'lim tizimi bor. Bu ancient paytlardan shakllanib kelgan. Ular shuna ishonadiki, birinchi bolaga qo'yib berish kerak. Masalan, ertaga men Garvardga borsam, men yo'nalishim davlat boshqa iqtisod bo'lsa ham, menga fizika ham o'qitadi, kimyo ham o'qitadi. Sababi nima? Bolalarni har bir fanni o'qitib ko'radi-da, keyin so'raydi sendan, o'zingga yoqqani qaysi bo'ldi deydi. Agar o'shanda ham iqtisod o'qisangiz, keyin ikkinchi kursdan iqtisod o'qish boshlaysiz va o'shanda ham noldan boshlaydi. Ham oldindan bilish kerak bo'lgan narsani so'ramaydi. Masalan, meditsina sohasida ham to'g'ri bilish kerak, kimyo, biologiyada, masalan, olimpiadada qatnashib yurgan bo'lsa foydali, lekin unaqa ertaga masalan, agar xohlasam, misol, ertaga Garvardga borib meditsina sohasini o'qishim mumkin, xohlasam. Shunchaki hech kim mendan so'ramaydi. Sen menga davlat boshqaruvi topshirmani kerak deydi, men meditsina o'qiyapsan deb so'ramaydi. Amerika universitetlarining zo'r tomoni ham shu. Ertaga IT ga qiziqib borib,
odamlar boshqa вообще boshqa sohalarga kirib ketadi. Masalan, men bitta o'rtog'im bor, Kanadaga IT qiziqib borgan, hozir davlat siyosatga qiziqib qolib, siyosatga o'tkazib olmoqchi majorini. Xuddi shunaqa bo'lib ketsa ham mumkin. Shuning uchun oldindan biror narsa bilish shart emas, legini bor. O'sha topshirmoqchi bo'lgan sohangiz doirasida aytgandek, yo'nalishga doir mashg'ulotlar, yutuqlaringiz bo'lsa, bu universitetga foyda. Lekin bu degani agar bo'lmasa, minus chiqishlik degani emas. Bilish shart emas, aniq bilaman. Kuchli tarafim emasda, lekin o'zi qanday ishlashi va qanday protsessda bo'lishi o'zim ham oson tushunarli bo'ladi. Ya'ni men hozir qayerga borishim kerak, qayerda qanaqa ekzaminlar o'tmasam deb bo'ladi. Yo'q, ekzamen bo'lmaydi, mana qarang. Faqat diskash bo'ladi, 20 soat. Qarang. Hozir gapirdim-ku, IELTS, SAT, GPA, portfolio, inshaalloh. Bo'ldi shu. Hech qanaqa boshqa ekzamen bo'lmaydi. Iqtisodiyotda siz ekzamen qilmaydi. Bitta narsa haqida gapirmadim, orada intervyu bo'ladi. Agar mana ham Garvardda intervyu qilishgan, agar sizlarni ham o'sha yaxshi deb kandidat deb ko'rsa intervyu qiladi. Intervyuda u yoqda o'sha universitetda o'qigan bitta inson, oldin o'qigan talabasi, siz prosta baholab ketadi. U juda katta faktor o'ynamaydi, lekin muhim bir kichkina faktor bo'lsa ham muhim o'ynaydi. Oddiy savollar so'raydi, yo'nalishingiz bo'yicha, qiziqishingiz bo'yicha, unaqa juda katta narsa. O'shanda ham bunaqa masalan iqtisodiyotda makro iqtisodiyot bilan mikro iqtisodiyot farqi nima deb so'ramaydi hech kim. Yoki biologiya sohasida bo'lsangiz, masalan, molekula nima deb hech kim sizdan so'ramaydi. Yoki fizikada bo'lsangiz, masalan, atom nima deb hech kim sizdan so'ramaydi. Shunisi ham zo'r tomoni ham zo'r. O'sha sizga foyda beradigan tomoni ham zo'r. Vaqtingizni sarflashni ham o'rganib. Lekin bilib olsangiz o'ziga yaxshi. Shunisi ham bor. Xo'p. Hech kimga hech qanaqa yo'nalish maslahat bermayman. O'zi qiziqqan yo'nalish harakat qilish kerak. Masalan, nimaga qiziqasiz? Masalan, siyosat doirasida xalqaro anaqa bor, munosabatlar, international relations. Bu Birlashgan Millatlar Tashkilotida ishlaysiz. Masalan, xalqaro bank ishlashingiz mumkin, World Bankda. World Trade Organization bor. O'shanda ishlashingiz mumkin, World Health Organization bor. Shunaqa xalqaro anaqalarda diplomat bo'lishingiz mumkin. Mana masalan bitta soha. Siyosatni o'zi bor, politics bor. Bu Garvardda government deydi, shu soha bor. Yoki iqtisodiyot bor, yoki yana shunga yaqinroq sotsiologiya bor. Bu ham shunga yaqinroq soha. Masalan, siyosat o'qimoqchiman, nechta soha. Xuddi shunga ertaga borasiz, o'qib ko'rasiz. Masalan, teaching bo'lsa, teaching uchun aniq bir teaching major eshitmaganman, lekin education doirasida majorlik ko'p. Masalan, education siyosati degan major ham bor. Ya'ni ta'limni siyosati. Shunaqa major bor. Combine bo'lgan. Masalan, meni ham Garvardga borganimdan keyin ekonomika bilan siyosatni combine qilib o'qiyman. Xuddi shunaqa mana. Menga qaysi yo'nalish maslahat berasiz degan savol xato. O'zingizdan so'rashingiz kerak bu narsani. Men o'zim nimaga qiziqaman? Ishoning, xohlagan qiziqqan narsangizda hamma narsa qilsa bo'ladi. Masalan, yana o'sha biznesmenlikka boshlayman. Masalan, mana daily degan suv turibdi, to'g'rimi? Suv ishlab chiqarishga qiziqib ko'rganmisizlar? Kimdir qiziqib ko'rganmi? Bo'pti, siz chiqargan ekansiz. Bu yoqda auditoriyamizda 100 ta odam o'tirganmiz, 100 tadan bitta odam qiziqqan. Lekin men siz bilmasligingiz mumkin, shu mana million dollarlik hamnaqa bozor bo'lishi mumkin Farg'onaning o'zida. Shuning uchun любой sohada pul qilsa bo'ladi, любой sohada zo'r bo'lsangiz, agar siz zo'r bo'lsangiz, hammasidan iloj bor. Sohani emas, qiziqishingiz doirasida yursiz. Chunki mana kelajagingizda waste qilmaslik uchun anaqa. Shuning uchun sizga ham o'sha maslahat, o'sha o'zingizga qiziqishingiz bo'lgan narsani o'qish kerak. To'ppa to'g'ri savol, zo'r savol. Bitta narsa aytaman. Amerika universitetlari hech qachon isbot so'ramaydi. Masalan, men yozdim, men Ibrat Debate qanaqa bo'ladi? Kandidat job bo'ladi, nomini yozasiz. Ibrat Debate, organizatsiya nomi. Sen kimsan? Tashkil o'sha asoschi va boshqaruvchi. Keyin so'raydi, nechinchi sinflarda qilgansan? 9, yo'q, 9, 11 qildim. Kattaligi, xalqaro darajada national describe qil deydi, men yozaman men. Shu paytgacha 100 dan ortiq debatlar tashkil qilganman. 14 ta regionda 100 dan ortiq jamoa a'zoyim bor, ishlataman ularni va 1000 dan ortiq jamoada debatlarda odam qatnashgan. Shunaqa describe qildim. Mendan debatlarning rasmini ham so'ramagan, debatlarda masalan sertifikat ham so'ramagan, hech nima so'ramaydi, isbot so'ramaydi. Sababi nima? Ko'rgan bo'lsangiz, juda ko'p qismi bor applicationda. Bu puzzle-ga o'xshaydi. Hammasini yig'ib chiqasiz-ku, o'zi yolg'on gapirsangiz bilinib qoladi. Ular bitta sezib qoladi va yolg'on gapirib, bir ikkita yolg'on gapirganlar ham bor, kirib olishadi ham, lekin bilib qolsa, keyin hatto 10 yil o'tib bilsa ham, universitet bitirib ketib, 10 yildan keyin bilsa ham sizni diplomingizni anaqa qilib yuboradi, cancel qilib yuboradi. Formal bo'lish shart emas, ishoning, xohlagan narsani aktivite qilsa bo'ladi. Masalan, bog'dorchilikni aktivite qilsangiz bo'ladi. Bog'ingiz bo'lsa uyingizda, masalan 10 sotix bog'. Shu yoqda masalan, gilos ekib, har yili bahorda masalan aytaylik 1000 dollarlik savdo qilsangiz, shuni ham bitta aktivite qilib yo'qsiz bo'ladi. Hech qanaqa sertifikat qilish iloji yo'q aslida. Prosta borib bozorga sotasiz, olib chiqib.
oddiy mana o'zingiz olib chiqib paqirda sotsangiz bo'ladi. Sotib pul qilsangiz bo'ladi. Shuni yozasiz. Qanday yozasiz? Mana da ular o'sha yillar davomida sizdan 60 mingta har yili ko'rsa, 10 yil davomida 600 mingta odam ko'rgan. 600 mingta odam ko'rgan odam psixolog bo'lib ketadi o'zi. Psixologiya o'qimagan bo'lsa ham, lekin ularni train ham qiladi o'zi. Masalan, qanday qilib yolg'onni bilib qolsa bo'ladi. Masalan, xalqaro studentlar qanaqa qilib aldash kerak, o'sha trainlari anaqa bo'lib train sessionlarda o'tadi, lekin ular xolos bitta bilib oladi-da siz yolg'on gapirganingizni. Shunisi bor. Shuncha isbot so'ramaydi, lekin bu degani aldash kerak degani emas. Aldashsiz bilib qoladi. Prosta yozaverasiz. Nima qilgani bor? Nomi ham shu mana. Nomigacha qarang, analiz qilish shunaqa bo'lishi kerak. Extracurricular. Curricular bu maktab darsligi degani. Shundan tashqari nima qilgan bo'lsangiz, hammasi extracurricular. Ukangizga qaraganingizda ham yoshsiz bo'ladi. Masalan, ukangizga qaraganingizga oyisiz etikat qilib bering. Shunaqa. Yana kimning savoli bor? To'xtang, bular birinchi betda keyin. Kamera o'chirtirish kerak. Xullas, mana bunaqa narsa. Rekomendatsiyalar degani bu tavsiyanoma xatlari. Tavsiyanoma xatlarini bitta direktordan, ustozlardan maktabda va tashqaridan xohlasangiz olsa bo'ladi optional. O'sha insonlar o'zi yozib beradi. Masalan, men Yoshlar ishlari agentligi direktori Aysha Zafarishni olganman. Bu senator, O'zbekistonning eng yosh senator. Shular yozib berganlar, tavsiya qilib. Nomi ham tavsiyanoma, tavsiya qilish kerak sizni. Nimaga kerak bu? Siz aytasiz, men shuncha ish qildim, lekin yosh kattaroq inson kelib turib aytsa, bu qo'shimcha credibility beradi. Direktor yozadi, masalan, sizda universitetda, maktabda o'qiganingiz, maktab baholaringiz bo'yicha yozadi, maktabda aktivligingiz yozadi, tadbirlarga yordam bergansiz, shuni yozadi, ustozlaringiz yozadi. Tavsiyanoma berib, o'sha rekomendatsiya pismo deyiladi. O'zbekistonda ko'pchilik o'zi yozadi, lekin men xato deb o'ylayman. Sababi birinchidan, writing stylingiz bir xil bo'lib qoladi. Ikkinchidan, ya'ni writing style inshoingiz ham yozgan stilingiz bir xil, recommendation ham bir xil. O'sha bitta bilib oladi ular. O'zi yozibdi deb o'qish deydi. Ikkinchisi, siz o'zingiz birinchi anaqa obyektivdan ko'rasiz, birinchi perspektivdan ko'rasiz. Tashqaridagi odam ikkinchi perspektivdan ko'raman. Bular meni boshqacha ko'ryaptilar, men o'zimni boshqacha ko'rayotganman. Xuddi shunaqa. O'sha ustozingiz, direktoringiz sizni boshqacha tafsirlab beradi, shunisi muhim. Shuning uchun o'sha insonlar yozib berish kerak. Agar masalan ingliz tilini bilmasa qanday bo'ladi? O'zbek tilida yozdirasiz. Xohlasangiz o'zingiz tarjima qiling, xohlasangiz ingliz tilida tarjima qiling, xohlasangiz notariusda tarjima qiling. Shunaqa qilib yozish kerak. Ularga lekin aytarsan, hozir prosta tafsirnoma yozib bering deb boshlaysiz, bilmaydi ular. Chunki ular tafsirnoma yozib yurmagan-ku har kuni. Tushuntirib berasiz. Ustoz deysiz, mana men 5 sinfda kelibman bu yoki 11 sinf bo'ldim. 6 yil davomida birinchi o'rinda sizlarning tadbiringlarda har doim men boshlovchilik qildim deysiz. Ikkinchi o'rinda olimpiadada men bundan yutib berdim sizlarga deysiz. Bundan tashqari men mana shunaqa qilganman deb eslatasiz ularga. Eslagandan keyin o'zi, "Ha" deydi, "Mana ismingiz nima?" Madina men mana shunaqa qilganmiz deb yozib beradi o'sha. Farqi bundoq bo'lsa farqi bor, qarang. Ikkita odam bor, ikkalasi ham sizni yaxshi taniydi. Bittasini anaqasi balandroq, credibility, o'shanda ta'sir qilish mumkin deb o'ylayman. Lekin agar bitta tanishingiz bor aytaylik, hokim taniysiz deb aytaylik. Lekin hokim masalan qarindoshingiz, masalan xolangizni o'g'li deylik. Hokim sizga tavsiyanoma bersa sizga foyda bo'ladi degan savol. Agar u inson sizni yaqindan tanimasa, siz bilan ishlamagan bo'lsa, siz unga bir qanaqadir foyda bermagan bo'lsangiz, u sizga yaxshi tavsiyanoma yozib bera olmaydi. Bu sizga bu minus kuchli. General tavsiyanoma yozib qo'yadi. O'shaning uchun hokim bo'lmasa ham, eng oddiy ustoz bo'lsa ham, lekin u sizni yaqindan tanisa, masalan, u bilan qiziq momentlar bo'lgan bo'lsa, darslarda kulgili voqealar bo'lgan bo'lsa, shuni o'sha shunaqa narsalar qo'shib yozadi. Tavsiyanoma kulgili momentlarni qo'shib yozadi. Shu narsani yozib bersa, u foydaliroq o'nish. Universitet o'sha sizni qanchalik zo'r insonlar bilan ishlagan narsangizni ko'rmoqchi emas, insonlar bilan ishlaganingizda insonlarga qanaqasiz munosabatda shuni ko'rmoqchi. O'rtog'ingizdan masalan bir xil universitet bor, o'rtog'ingizdan so'raydi. Recommendation of peer recommendation degan tushuncha bor, ammo o'rtog'ingizdan recommendation yozib beradi. Masalan, o'rtog'ingiz oddiy, ammo ko'chada to'p deb yurgan bo'ladi. Shu. Endi so'raysiz bo'ladi. Siz hozir g'arbiy davlatlarga qanday uchrash mumkinligini aytdingiz. Prinsiplar ular qonun bo'lish. Bu sharqiy davlatlarda qanday prinsiplar, Rossiya, ularda boshqa prinsiplar bo'lishi mumkin? Men endi Rossiyaga qanaqa kirish mumkin bilmayman. Xitoyda, ammo xalqaro universitetlarda applications bir xil. Masalan, Xitoyda masalan o'sha Dukunshan ham Xitoyda joylashgan, NY Shanghai ham Xitoyda joylashgan va boshqa universitetlar bor, Xitoyda joylashgan. O'sha xalqaro bo'lsa, application bir xil. Lekin uni milliy bo'lsa bilmayman, to'g'risi. Keyin masalan e'tibor bergan bo'lsak, birorta ham Yevropa universitetlari yoki Angliya universitetlari haqida gaplashmadik, sababi ular grant bermaydi. Bizga grant beradigan universitetlar haqida gaplashdik. Shunisi bor. Agar sizni moliyaviy tomondan yaxshi bo'lsa, muammo bo'lmasa, ularga ham topishsa bo'ladi. Dubayda ham yaxshi universitetlar bor, Abu Dabida zo'r universitetlar bor, masalan Angliyaning o'zida zo'r universitet bor, faqat pul kerak unga. Abu Dabida bitta universitet bor, NY Abu Dhabi, New York University of Abu Dhabi, kirish oson emas, lekin har yili O'zbekistondan bir 6 tacha talaba oladi, 100% grantlar bilan.
unga kirsa bo'ladi yoki agar pul bo'lsa boshqalarga kirsa bo'ladi. To'rttasi emas, men ikkita o'rtog'im kirgan yoki. No, qolganlarni ham taniyman. Qolganlarni taniyman. Shunday kirganlar. Bola kirdi, yaxshi bo'ldi. Hozir u Garvardda masalan hamma yo'nalish bo'yicha nima bormi? Bor. Sohalarga o'qishga Hamma yo'nalish. Masalan, nevrologiya deysizmi? Aytdim-ku, men meditsina degan soha yo'q. Pre-med o'zingiz yaratib o'qiydi. Qanaqa o'qiydi? Biologiya yoki kimyoni atrofida narsa o'qiydi. Keyin magistraturasini meditsinada qiladi. O'sha o'zini testlari bor, magistratura 3 yil adashmasam o'qiydi, xuddi shunaqa. Yuridik sohasida ham xuddi shunaqa. Maktabdan olish majburiy, tashqaridan xohlasangiz o'zingiz olsangiz bo'ladi. Optional. Masalan, men ham qo'shimcha. Masalan, o'sha Alshaza Fashdan oldim deb, u ham optional bo'lgan, majburiy bo'lmagan. O'zim xohlaganimcha olganman. Agar siz o'ylaysiz, mana shu inson meni tavsiya qilsa foyda beradi deb o'ylaysiz, olsangiz bo'ladi. Shu yerda kimni qo'yib o'tadi? Mana Amerikaga o'xshamasman, lekin matematikaga xohish yo'q. Xohish yo'q ekan, hozir 20 yildan maqola yozib, ekspertizmga yaxshi tortamanda. 500 ga uchta gram harakat qiladi. Yo'q, estetik economics. Aytdim-ku, bu yerda sizni xohishingizga hech kim qaramaydi. U xohish necha yoshsiz? Uje tam sal anaqaroq o'ylash kerak, keyinroq xohish yo'q degan narsani yo'qotib, tam universitetga ketmoqchimisiz? Bo'ldi, tamom o'qish kerak. Masalan, menga ham matematika yoqmaydi o'zi. Ko'pchilik yoqmaydi matematika, lekin o'qishadi. Sababi kattaroq maqsadiga bitta yo'l, vosita. Qiyinchilik sabr qilib o'tib ketsa bo'ladi. O'qishingiz masalan 3 oy o'qiysiz xolos matematikani. 4 oy o'qiysiz SATni, bo'ldi, shu bilan keyin universitetda yo'nalishingiz boshqa bo'lsa, sen biznes bo'lsa o'qimaysiz matematikani. Juda kam ehtimol bilan o'qiysiz. Singiz qo'shingizlar bo'ldi, qaytarib ishlatmaysiz hayotda. Sabr qilib turish kerak faqat. Boshqa. nechinchi sinfda harakat qildingiz shu narsa? 8-sinfda ingliz tili o'qish boshlaganman. 9-sinfdan ma'muriyat qilish boshlaganman. 9-sinfdan boshlab 10-sinf 9, 10, 11 da yarmigacha. 3 yil ichida Ingliz tilini qo'shsangiz 4 yil, ingliz tilini qo'shsangiz 3 yil, lekin men bilimlarni, men aytayotgan narsani nima qilishga o'rganishni ham o'sha ingliz tilidan ketma-ket olib ketganman. Intervyu ko'rib, men boshqalar bilan gaplashib, o'zimcha bir nimalar qilib yurib o'rganganman. magistraturada yana boshqa fan topshirsangiz Topshirsa bo'ladi, lekin magistraturada bunaqa narsa bor. Grant berish ehtimoli juda kam. Bersa ham 50% berish mumkin. Unda qanday qilib ketsa bo'ladi? 50 umiddan ketsa bo'ladi yoki o'zingiz ham moliyaviy tomondan yaxshi bo'lishi kerak vaziyatingiz. Shuning uchun ko'pchilik bakalavriatga ketadi. Chunki bakalavriat grant berish oson. Oson emas, ko'p beradi grant. Lekin magistratura berish juda qiyin. Shunisi bor. Masalan, siz arizada o'xshagansiz-da, o'shani boshqalardan ajratib turadigan nima jihati bo'lgan? Xo'p, O'zbekistonda men ko'rganim, o'rtoqlarimda ham boshqalarda ko'rganim, asosiy bitta anaqa minus tomoni bor. Qismlarni ajratdik mana. Statistika dedik, keyin portfolio dedik, keyin inshoot dedik. Bittasini zo'r qiladi, qolgani tushib qoladi masalan. Statistika, IELTS bor, SAT bor, GPS bor, lekin portfoliosi yo'q yoki portfoliosi bor, men bilayotganda matematika yaxshi emas dedi-da, SAT o'qimaydi. Yoki ikkalasi borda inshoot zo'rman. Men o'ylayman, men hammasini yaxshi qilishga harakat qilganim menga pul ishlagan va o'sha orqali boshqalardan ajralib turgan deb o'ylayman. Endi bu aniq bila olmayman-da, masalan, men endi u yoqda boshqa rejim bo'lishi mumkin. Men o'ylashimcha shunaqa taxminan. hozir haligi oltita tildan, например, sertifikat olsangiz eng qolgan plyus bo'ladi. Unda meni hobbim til o'rganish bo'lganda, sertifikat olganlaringiz yozsangiz bo'ladi. Eksklyuziv. Любой narsani eksklyuziv qilsa bo'ladi. Sen tikish bitishni ham eksklyuziv qilsa bo'ladi. Shu bola so'radilar. Juda ko'p qaraydi. O'ylayman, O'zbekistonda 5 ololmagan bola qanaqa qilib Amerikan universitetida yaxshi o'qiydi degan savolni o'ziga qo'yadi. Agar O'zbekistonda yaxshi o'qimagan bo'lsangiz, demak Amerikada ham o'qimaysiz. Qachon 4 bo'lsa ham okey deb ketadi. Qachonki masalan sizda bir sabab bo'lgan bo'lsa, masalan 4 olishingizga sabab nima bo'lgan, uyda muammo bo'lgan bo'lsa, o'shani yozasiz. Additional information degan joy bor. O'sha joyda explain qilsa bo'ladi. Masalan, uyimizda kasal bo'lib qoldi singlimga qarashim kerak bo'ldi yoki oyimlar kasal edi, ishlashim kerak bo'ldi deb tushuntirsangiz, ular ham tushunadi. Lekin baribir o'sha qaysidir qismida rostdan ham o'qiganingizni ko'rish kerak. Ular. Bitta ikkita universitetlar bor, SAT oladi. Lekin juda ko'p qismi SAT bilan oladi. 5 dan 4 mi? 5 dan 4 mi? 4 dan 4. Normal, 4 dan 4. Eng zo'ri-ku bu 4 dan 4. 5 dan 4 bo'lsa, juda qiyinroq bo'ladi degan. 8, 9 sinf, 10 sinf emas. Faqat chetverda oxirida chiqqan baholar. Yillik. Aytdim-ku, tushgan bo'lsa, mana to'g'rilaysiz. Qanday to'g'rilaysiz?
o'sh orqali 8-sinfda 3 oldingiz, 9da 3 olmaysiz. 9 3 olsangiz 10 3 olmaysiz. Yoki 10da bitta 3 olib qo'ydingiz, o'shaning o'zi sabab nima 3 olishingiz? Realni o'zingiz o'qimagan bo'lsangiz, universitetga bay bay deysiz. Agar sabab bo'lgan bo'lsa, tushuntirib berasiz. Da. Gadavoyi tushuntirasiz. U choragiga qaramaydi-ku. Faqat gadavoyiga qaraydi. O'zi 3 chiqqan, bitta 3 chiqqan bo'lsa, unaqa tushib ketmaydi. 4 u 8 ga tushishi mumkin uzog'i bilan. Birinchi sinfdan hisoblaydimi baholar? 8 dan boshlab. Qaysi maktablarda o'qigan? Men 9 ga 8-9 da o'sha 8-sonli oddiy maktabda o'qiganman. Keyin 10-11-sinfda o'sha Westminster litseyda o'qiganman. Aysajonim yo'q. Chet elda topshirmoqchiman. Lekin qanaqa bosqichlar o'tishni bilmayman. Nechinchi sinf? Ancha kech qolgansizda, sizga tavsiyam eshitamiz. Bolalar. Shovqin bo'lib ketdi. 11-sinf bo'lsangiz, sal kech qoldingiz. Bitta tavsiyam bo'ladi. O'zbekiston universitetiga kiring yaxshisiga va transfer harakatini qiling. Ikkinchi kursdan keyin transferga harakat qilsa bo'lsa kerak, balkim bilmayman qanaqa qilsa bo'ladi. Qiziqib ko'rib topib olsa bo'ladi nima? Bitta ko'ring. Aytganimda programmalar bor, mana yuguradi dedim. Shunga o'xshagan programmalar juda ko'p. Shularga harakat qiling. Uchinchisi yoki magistraturga harakat qiling. Hozir vaqtingiz ketib qoladi. 11 bo'lsangiz, hali intermediate bo'lsangiz, gap bera olgan taqdirda ham vaqtingiz ketib qoladi. Savol bermaganlardan so'raylik. Xo'p. Grantlarni turi mana bunaqa. Boshdan boshlaymiz. Ikki xil turda grant bor. Merit based, need based. Merit based sizda achievementlaringizga qarab beradi. Ular 100% grant bermaydi. Shuning uchun biz merit based ga harakat qilmaymiz. Biz faqat need based ga harakat qilamiz. Bular qaysi? Moliyaviy holatni tushuntirib berasiz, shunga qarab grant beradi. Need based grant bergan universitetlar ham ikkita turi bor. Need blind bilan need aware. Need blind universitetlar sizni qancha pul to'la olishingizga qaramasdan qabul qiladi. Garvard ham shunaqa. Birinchi qabul qilib, keyin aytadi. So'raydi mana. Necha pul bizga o'zi pul to'la olasan, necha pul to'la olmaysan. Shunga qarab keyin sizga grant beradi. Shuning uchun o'sha eng top video turadi o'zi bular ham. MIT ham need blind, Stanford ham boshqasi ham need blind qiladi. Endi need aware'larni ham grant beradiganlari bor, ko'pi. Masalan 10-15 ta chiqadi. Bir xillar bor, grant bermaydi. Ko'p qismi ular tushuntirmaydiganda o'zi biznesda ular ham aslida universitetda bitta biznes. Masalan bizda ham xususiy ochilyapti, ular ham o'zi xususiy universitet. O'shaning uchun grant bergan bir 20-25 tachasi bor. O'shalarga topshiriladi va endi turi full ride bor. Bu hammasini qoplaydigani. Mana menda full ride. Birinchi viza xarajatini ham qoplab beryapti mana. Uchishimni qoplaydi, borgandan keyin yotog'imni qoplaydi, ovqatimni qoplaydi, kontraktimni qoplaydi, kitob uchun xarajatlarni qoplaydi, cho'ntak pul beradi. Mana shu full ride. Full tuition bor. Bu faqat kontrakt pulini qoplaydi. Masalan, $60,000 kontrakt qoplaydi. O'ziga masalan 10 mingcha qoladi xarajat. 300 ga bitta 4 ming ketar. Masalan, yotog'ingizga 6 ming ketar, ovqatingizga masalan 2 ming 3 ming ketar, shunday bo'lib 10 ming 15 ming qolishi mumkin. Endi 50%, 60% bor. O'sha full tuition deganimizda o'sha foiz bu. 50% bergan bo'lsa, demak, o'sha kontrakt 50% grantda bergan bo'ladi. Shunaqa. Savolim ko'pida, ya'ni birinchisi essaylar haqida gapirsangiz, mana shu essaylarda qariyli bir xil bo'ladimi? Ya'ni aytmoqchimanki, sizga nima uchun siz aynan hammasidan yaxshi bo'lishingiz, nima uchun aynan sizni tanlash kerak degan asosiy essayda mana shunday savol bo'ladi. Siz qariyli mana shu tarz bo'ladi. Asosiy essayda savol yo'q. Savol yo'q. Prosta o'zingni tasvirla deydi. Shuning uchun bir xil qaraydi. Qo'shimcha essaylar juda ko'p o'zgarib ketmaydi, sal o'zgarishi mumkin. Lekin yo'nalish bir xil. Masalan, yo'nalish qanday so'raydi? Kelajakda nima qilmoqchisan deb bittasi aniq so'raydi. Nimaga biz universitetda o'qimoqchisan deb bitta so'raydi. Keyin masalan o'zing haqingda qiziqarli fakt aytib beradi, bitta so'rash mumkin. Keyin shu o'zing qilgan ishlaring haqida gapirib so'raydi. Odatda o'zgarmaydi bunaqa juda ko'p. Necha yosh? 12, 9. Prosta buni holatda o'sha yoshni birinchi o'rinda ingliz tilini bilish kerak. Matematika ikkasidan ushlab turib, hobbilarni eksplor qilishga qo'yib berish kerak. Ya'ni sportga qiziqyaptimi, borsin. Musiqa qilsa, musiqaga borsin. Nimaga qiziqsa borsin. O'sha qiziqishlarini shakllantirib olsa, keyinroq mana 8-sinfdan keyin fokus qilib, o'zi men bunaqa narsani xato deb o'ylayman. Ota-ona san chet elga kir deb harakat qilsa noto'g'ri deb o'ylayman. Nimaga? Bola agar o'zi xohlamasa, baribir siz ming harakat qilsangiz ham bo'lmaydi. Undan ko'ra o'sha bolaga Amerikaga borsa nima imkoniyatlar bor, universitetgacha qanaqa bo'ladi, qanaqa qilib mazza qilib o'qiydi. O'zbekistonda o'qigandan ko'ra farqini tushuntirib bersangiz, o'zi qiziqib qolsa, o'zi u yog'ini topib olaveradi. Masalan, men shuncha o'rtog'im bo'lsa, sizga bittasini ham ota-onasi aytmagan, tam san chet elda o'q. Meni ham ota-onam aytmagan, ularning ham otasi. O'zimizga qiziqqanmiz, lekin ota-onamiz o'sha meni ham oyimni ingliz tilida o'qishing kerak ekanini 5-sinfda bergan bo'lsa, keyin o'sha ingliz tilida o'qiganim uchun ko'rganman. O'sha yoshlik aytib tam san chet elda o'qisang, chet elda o'qisang O'zbekistonda bo'lmaydi deganligi uchun tam bo'lgan, lekin bunaqa yo'l-yo'riq ko'rsatib bermagan hech kim. Shunisi bor.
Bor. Shu yo'nalish bor. Research qilishga aniq ko'p bilmayman, lekin bor. Eshitganman. Hop, ya savol bermagan. Birinchisi o'z nomidan biznes qilgan yaxshi. Birinchisi qanaqa? Kichkina boshlaysiz, keyin kattalashtirib ketasiz. Masalan, qarang. Birorta g'oya ayting, любой. Biznes qilsa bo'lgan, любой g'oya ayting. Hozir qilsangiz bo'ladi, siz qilsangiz bo'ladigan birorta g'oya ayting. Kiyim sotsangiz bo'ladi, Xitoydan, Taobaodan olib, uzumga qo'ysangiz bo'ladi. Mana shu bitta biznes. Keyin nima sotsangiz bo'ladi? Aytaylik, masalan, ko'zoynak qilsangiz, ko'zoynak sotib qo'ysangiz bo'ladi. Oyoq kiyim qilsangiz, shuni ochasiz, sekin o'stirib boraverasiz. Mana xuddi men Ibratbek ochib kattalashtirganman, siz ham o'z biznes ochib katta. Biznes yo'nalishi eng zo'r aktivite bu biznes. Ikkinchisi, biznes hackathonlar bor. Mana yo'nalishingizni o'sha g'oyangiz bilan chiqasiz, investment oqtarasiz. Mana investorlar o'tiradi, hakam bo'lib, aytasiz g'oyangizni pitch qilasiz. Mana bunaqa qilmoqchiman deysiz, menga pul kerak, mana 10 ming dollar kerak yoki 100 ming dollar kerak deysiz, yutib olsangiz, bu ham bitta zo'r narsa. Shu ikkitasi eng zo'rlari. Qolgani ko'proq holatlarda odatda bir xil bo'ladi. Masalan, public speaking bo'yicha bitta aktivite qilasiz, volontyorlik bo'ladi, yana boshqa ijtimoiy loyiha qilasiz. Lekin biznesda mana non profit qilish shart emas. Masalan, bizda Ibratbek non profit bo'lgan-ku, masalan, pul uchun ishlamaganmiz. Lekin sizda pul uchun ishlashingiz okey narsa. O'zi ko'p holatlarda pul uchun ishlash okey narsa. Chunki iqtisodiyotda bitta qonun bor. Jamiyatda insonlar o'z manfaatlarini ko'zlab jamiyatga foyda keltiradi. Masalan, men o'quv markazi ochdim deylik. O'quv markazida pul topish uchun ochgan bo'lishi mumkin, lekin 100 ta bola o'qiganim uchun ular ingliz tilini o'rgansa, ertaga ular foydasi ular juda katta. Men ham o'zim pulimni olaman, o'zim manfaatimni olaman, ular ham o'z manfaatini olyapti va jamiyatni rivojlanyapti. Xuddi shunaqa sizni keysida ham prosta biznes qilish kerak. Любой biznes qarashadigan-ku. Shunaqa. Juda rivojlangan. Men eng top pul oladigan, oylik oladigan kasblardan bittasi 3 ta kasb aytaman. Birinchisi meditsina, ikkinchisi shu yuristlar, uchinchisi mana investment banking degan tushuncha bor. Qanaqa top kompaniyalar bor, mana Goldman Sachs deydi, Sterling fond bor, keyin shunaqa pul bilan ishlaydigan bankni boshqacha turi, ular bankka o'xshab kredit bermaydi, ular kompaniyalarga qarz beradi, yo'q kompaniya foiz oladi, xuddi shunaqa. 3 ta top kasblardan bittasiga kiradi. Eng ko'p pul oylik oladi. Shuning uchun yurist bo'lish juda zo'r narsa. Masalan, boshlang'ich 200 ming dollardan yillik oyligingiz million dollarga chiqishi mumkin. Masalan, top kompaniyaning yuristi bo'lsangiz, tasavvur qiling, masalan, Apple ning yuristi bo'lsangiz, eng katta yurist bo'lsangiz, million dollardan ko'p oylik olasiz yillik. Qiziqish kerak bo'lsa, ko'rish kerak. 9-sinf oxirida topshirasiz. Nima kerak? Ingliz tilidan IELTS 5 bo'lsa yoki SFR B2 bo'lsa, to'lov anaqani qoplaydi. Matematikani o'sha 9-sinf bazasini o'qib olsangiz bo'ldi. Keyin IQ dan shunchaki ko'p holda unda bunday qilib chiqiladi. Volontyorstoga ham imkoniyatlar ochiladi, qarab tursangiz, o'shalarni anaqasiga nima deydi? Atrofingizda o'rtoqlar shunaqa bo'lsa, tashlab turishadi yoki o'zingiz qidirib ko'rish kerak. Masalan, EduGrants.uz degan kanal bor. Xohlasangiz 10 ming ta obunachilar bor. Shularning kanalida ham e'lon qilishadi. Endi o'zi kech, biz o'zi yopib bo'ldik, lekin tam debatlarga kelib yursiz, любой tumanga, masalan, yaqinda biz kemp qilamiz, kempdan keyin boshlanadi. Har bir tuman shaharda debatlar. Aktiv bo'lib qatnashsangiz, sekin jamoaga olib olishadi. Xo'p. Masalan, men o'zim nimaga Toshkentga borganman? Sababi imkoniyatlar Farg'onada u paytda yo'q edi deyarli. Masalan, IELTS o'qigani ham hatto o'qituvchi bo'lmagan, tushunishingiz uchun. Hozir bizda ko'p o'quv markazlarining birinchilari ochildi. Endi sal yaxshi o'qituvchilar rivojlanadi. 9 olganlar ham bor, to'g'rimi? U paytda 8 olganlarni topish ham erta bo'lganda, men o'qiyotgan paytim. Shuning uchun men Toshkentga ketganman. Agar sizning holatingizda normalniy bo'lsa, qolsa bo'ladi. Endi ikkinchi narsa, litseyda baho olish oson emas. Masalan, bizning Westminster litseyda 5 olish juda qiyin narsa. Baxil litseyda oson, lekin ko'p yaxshi litseyda oson emas. Shuning ham hisobga olish kerak. GPA tushib ketib qolishi mumkin. Va keyingi narsasi 8 dan 3 gacha o'qiysiz har kuni. Litseyda bo'lishingiz kerak. Majburiy darsga o'tirasiz. Shunisi bor. IELTS SATs tayyor bo'lsa, litseygacha o'shanda borish to'g'ri qaror deb o'ylayman, lekin hali tayyor bo'lmasa, ikkalasini birga olib ketish juda qiyin bo'lib qoladi. Ko'p holatlarda bolalar tashlab ketadi litseyda. Shuning uchun tashlab ketgandan ko'ra bormagan yaxshiroq deb o'ylayman. Xo'p, savol bermaganlar. Shu yillarda AP kurslar rivojlanib boryapti, o'shani ahamiyatini. Xo'p, bilmaganlar uchun AP kurslar degan narsa bor. Mana IELTS SAT o'xshagan test ham advanced placement deydi. Bularning farqi, bular subject testlar. Masalan, biologiya o'qisangiz, biologiya bo'yicha test. Masalan, iqtisod bo'yicha testlar bor. Bularni olish shart emas. Qachonki sizda IELTS SAT dan vaqt o'tib qolsa va o'zingizni yo'nalishingiz bo'yicha o'rganmoqchi bo'lsangiz, vaqtingiz bo'sh bo'lsa va 5 ola olaman deb o'ylasangiz, topshirish kerak deb o'ylayman. Lekin foyda beradi qaysidir qismgacha. Men public school o'qisangiz foyda berish mumkin, lekin unaqa shart hamma olyapti, men ham olishim kerak degan narsa yo'q hali. Unaqa required narsa emas-da chunki. Masalan, u olish ham oson emas. Bitta test $250 turadi.
Keyin esa Farg'onada yo'q, Toshkentga borish kerak, yo'q Samarqandga borish kerak. Shuning uchun men moliyaviy tomondan ko'tara olmasa, uni qiynash shart emas, uni hech kim universitet so'ramaydi, o'tirmaydi. Sen nima AP topshirmading deb so'ramaydi. Matematika SAT uchun kerak. SAT uchun 9-sinf oxirigacha bilsangiz yetarli. Lekin masalan yo'nalishingiz matematikaga bog'liq bo'lsa, matematika ham bilish kerak. Masalan, iqtisodiyot yo'nalishida bo'lsangiz, matematika kerak bo'ladi. Agar siz masalan boshqa sohada bo'lsangiz, kerak bo'lmasa, kerak emas. Shunaqa. Lekin matematikadan bir boshqa test bo'lmaydi. O'zi SAT bilan tugaydi test. Xo'p, ingliz tilini anaqa Farg'onada mana chet tillarni o'qishgan davlat umumta'lim maktabi internet bor. Shu yerda o'qiydim men 5-sinfdan 7-sinf oxirigacha. Keyin chiqib ketganman u yoqdan. Keyin 7-sinf karantin bo'lgan. 8dan boshladim desak, yo'q 7ning oxirida chiqib ketgan bo'lsam, 8dan boshlaganman inglizni. Darajam elementary bo'lgan. Ammo Unity bo'lardi. U paytda mana Registonlar bo'lmagan, Thomsonlar bo'lmagan, Cambridge bo'lmagan, hech qanaqa bunaqa universitet bo'lmagan. Unity bo'lardi. Keyin bu yerda bir kichik qo'makaschalar bo'lardi. Borib ko'rganman, yoqmagan to'g'risi. Shunday keyin qaror qilganman, o'zim self study qilaman deb. Biz o'sha anaqa maktabda Hadway degan kitob o'qirdik. Shuni o'qidim, elementary pre-intermediate, keyin Toshkentga ketdim. Toshkentda intermediate o'qidim. Intermediatedan keyin intermediate ham tugatmaganman. Intermediate 1,5 oy o'qib tugatib programmani 3,5 oyda IELTSdan ham olganman. Lekin bu yoqda nimaga sababi bor? Nimaga tez bo'lib ketgan? Tushunishlik uchun Toshkentga borib, men Toshkentda umuman yurmaganman ham. Turaman, kutubxonaga boraman, kutubxonaga kursga boraman, uyga kelaman. Shundoq 3 burchak, hech qanaqa boshqa boshida o'rtoqlar ham otaqmaganman. 8-sinfda. Keyinchalik topish boshladim. Maqsad bitta bo'lgan, IELTS olish kerak, tamom assalom. O'zimga deadline'im bo'lgan, o'sha noyabrda olaman, tamom assalom. Necha yoshimga 7,5 tamom assalom. Bo'ldi. Ertadan kechgacha faqat IELTS bo'lgan. Shunaqa vaziyat kelganda, IELTS ga so'z eshitsam, qusib olganlarim kelib ketgan. Lekin shunaqa qilib olishga majbur bo'lganman. Vaqtim kam bo'lgan shuning uchun olib tez harakat qildim. Endi SAT kelsak, IELTS bilan SAT ni birga o'qimaganman. Birinchi IELTS olganman 9-sinf boshida. Keyin matematikani ko'tarib olganman. Matematikam oldin yaxshi edi, sal tushib qolgan edi, ko'tarib olib, keyin SAT ni boshlaganman. SAT self study qilganman men. Sababi o'qituvchilarda men bunaqa narsa bo'lib qolgan. IELTS o'qiyotganda kursga borganman to'g'ri, lekin bir haftada 3 kun 2 soat borish u unaqa juda katta narsa emas. Ustoz sizga yo'l ko'rsatadi xolos. Yuradigan odamsiz siz. O'shuning uchun o'zim ko'p resurslarni topib o'zim qilganim uchun IELTSda self study qilishga men bunaqa tendency chiqib qolgan. O'zim o'qishga. Shuning uchun SAT ham self study qilib olganman. 9 oy ketganligim. Mana shu self study bilan o'qituvchi bilan o'qishda bitta asosiy farqi, siz o'qituvchi bilan o'qisangiz kamroq vaqt ketadi. Chunki o'qituvchi biladi nima qilishni. Sizga tayyorlikdan beradi. Self study o'zingiz topishingiz kerak. 9 oy ketgan, lekin 9 oyda o'zim xohlagan ballni olganman. U yoz paytida bo'lgan. Yoz paytida bo'lganda u, yoz paytida bo'lgan. Shunisi bor. Maktabda ham masalan darsga kirasiz, ertalik dars chiqasiz, keyin o'shandan keyin boshlab borasiz. Masalan, SAT ni shunday o'qiganman. 3 gacha litseyda bo'lardik. Litseyda masalan orada tanaffuslardan qilardim, lekin asosiy litseydan chiqib 3 dan keyin 9 gacha o'tirardik. Kutubxonada o'rtoqlarim bilan 4 kishi o'sha qilib o'tirardik. 6 soat masalan. Orqada qo'l ko'tarib keyin siz. Yo'q, birinchi o'qis gapirsin-da keyin siz. Ovozingiz balandroq gapirsangiz. Early action'da sinab ko'rish kerak. Bu risk, to'g'ri. Bitta universitet topshira olish xolos. Lekin topshirish sizga ko'p narsa beradi. U hujjatlar bilan qanday ishlashni o'rganasiz, financial dokumentlarni qanday yig'ishni o'rganasiz, keyin regular topshirayotganda ko'p insightlar bo'ladi. Mana early topshirmagan o'rtog'im keyin afsus qilgan. Shuning uchun topshirib ko'rish kerak. Ham o'z eng yoqtirgan universitet qaysi? Shuning uchun tanlaysizda, shu topshirib olasiz. Qabul qilinsangiz, qilinmasangiz ham muammosi yo'q, regular borku, topshirib olasiz. Bo'ldi. Soha tanlayotganda asosiy faktorlar va qanday o'quvchi javoblarni aniqlash. Men fikrim, endi bu qanchalik to'g'ri, o'zingiz bilasizlar. Sohani tanlayotganda faqat qiziqishga qarash kerak deb o'ylayman. Nima uchun yonib pishasiz? Masalan, men o'zim tanlagan sohamda dam olish kunisiz ham ko'p uxlamasdan ishlashga tayyorman. Agar shunaqa o'zingiz yoqtirgan narsa bo'lsa, kimlar uchun bu IT bo'ladi, kimlar uchun biznes bo'ladi? Men uchun bu shu ijtimoiy public sector shunaqa men uchun. Masalan, yaqinda tug'ilgan kunda ham 11 ga ishlaganman o'sha ofisga borib. Shunaqa narsaga tayyor bo'lgan sohada ishlash kerak deb o'ylayman. Puldan o'ylamasligi, meni fikrim shunaqa, pul o'qimasligi, pul sizni o'qish kerak. Pul qachon sizni o'qiydi, qachonki siz sohangizda eng zo'r bo'lsangiz. Shunaqa. IELTSdan menda qiziq narsa bo'lgan. Men IELTSda unaqa sistemasini bir triklarni ko'p o'rganmaganman. General Englishga fokus berganman. Zo'r qilib o'qiganman. Bir ishda kerak narsalarni bilib, IELTSda masalan multiple choice qanaqa ishlashga shuni o'rganib, topshirib chiqqanman. Listeningga bitta
kuniga kamida 2-3 soat serial ko'rganman 4 oy davomida. Serial qanaqa? Ko'p gapiradigan serial bo'lishi kerak. Ikkinchisi, readingga ko'p artikl o'qib so'z o'rganganman. Writingim yaxshi emas, maslahat bera olmayman. Speakingga ko'p gapirardim, o'rtoqlar bilan ingliz tilida gaplashardim. Kamida bir kunda 2 soat. Shular menga yetarli bo'lgan. SATga qisma-qism ketasiz. Writing uchun Erika Meltzer writing kitob bor. Shuni o'qib qoidalarni yodlab olsangiz, praktiksiz bo'ldi. 400 chiqish boshlaydi SAT writingdan. Endi matematikaga fanda bor, Hanekanli bor, o'qiysiz. Praktik orqasida ustida ishlab, xatolar topib, o'qib olsa bo'ladi. Reading qanaqa oshadi? Readingni o'qib analiz qilishdan boshlaydi. Qanaqa analiz qilish kerak? Tekst turibdi, savol turibdi. Odatda nima qilasiz? Shuni javob topasiz, tekshirasiz, xato bo'lsa, nimaga xato qilganingizni o'rganasiz, keyin o'tib ketasiz. Unaqa qilmaslik kerak. Javobni topasiz, keyin yozasiz. Nimaga shu javob to'g'ri? Keyin qolgan 3 ta qolib ketyapti, o'shani yoniga yozasiz. Nimaga bu javoblar noto'g'ri? Masalan, B noto'g'ri deyapsiz, nimaga noto'g'ri deyapsiz? Bunaqa ma'lumot tekstda umuman berilmagan. Okay? Bu tekstda ma'lum etilgan gapga noto'g'ri. Xuddi shunaqa ham yozib chiqardim. Shuni bir oy qilganimda, bir oyda 150 ball oshishga yordam bergan menga readingga. Qanaqa endi intensivni qilganman. Bir kunda kamida 4 soat shu bilan shug'ullanganman. Xatolarni ustida ishlash. Endi menda shunaqa ko'p narsa shunaqa intensivni bo'lgan. Endi kimdirlar uchun bu nenormalniy narsa. Kimdirlar ko'proq mana chill o'qish yaxshi ko'radi. Qanaqa 2 soat o'qib 1 soat dam olib, menda unaqa emas. O'qisam prям o'qiyman yoki umuman o'qimayman. Erika Meltzer's SAT Guidebook to Grammar. Erika Meltzer SAT book deb yozsangiz chiqadi o'zi. CSS profil juda qiyin narsa emas. Yarim soat vaqt ketadi. Qanaqa? Bilishingiz kerak bo'lgan ikkita narsa bor. Dadangizlar bilan oyingizlarning oyligi, qayerda ishlab necha pul topadi oyiga va uni hujjati bilan MyGo'ga kirsanglar, zo'r qilib qo'ygan. MyGo'da elektron topsa bo'ladi. Ish haqi haqida ma'lumotnoma degan servis tanlaysiz, bitta chiqarib beradi. Xolis ingliz tilida, xolis rus tilida, xolis o'zbek tilida. Qaysi muddatga siz qaysi muddat chiqarib beradi, shuni olib olasiz. Shunga qarab to'ldirasiz. Keyin yana bir narsa bilish kerak. Uylar o'zingizlar nomingizda bo'lsa, uylarni necha pulga sotib olingani, mashinangizlar bo'lsa, mashina va kredit qarzlar bo'lsa shu. Shularni bilish kerak bo'ldi. Shu ma'lumotlarni bilib olsangiz, to'ldirib ketaverasiz. Unaqa qiyin narsa emas. Sizda o'sha 15 ming agar rostdan bo'lsa, yozish kerak. Masalan, menda 15 ming bo'lmagan, menda 3 ming bo'lgan, 3 ming yozganman. Shuning uchun boshda men bu yoqda 360 ming grant deb yozuvdi-ku, o'shanda 3 ming qolgan joy bor edi. Hozir ko'tartirib olganman, aytganman, men to'lamayman umuman ham 392 ming ko'tarib bergan. O'sha CSS yozasiz-ku, o'sha keyin rostdan o'shanaqa pul to'lash kerak bo'ladi. O'yinchoq narsa emas u lekin rostdan. 15 ming deb yozsangiz, ertaga 15 ming to'la deydi. Shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak bilan. Realniy to'la oladigan pulingizni yozish kerak. 10 million so'm to'la olasizmi? 10 million yozing. Umuman pul to'lamasangiz 0 deb yozish kerak. Tam universitetga yoqish uchun yo'q narsani bor qilmaslik kerak. Chunki ertaga kirib qo'ysangiz, rostdan ham to'lashingiz kerak. Tasavvur qiling, ertaga Gartga kirdingizda, lekin CSSda 15 ming to'la olaman deb yozgansiz. Keyin 15 ming to'lashingiz kerak bo'ladi. Keyin Gartga yozsangiz, keyin so'raysiz, "Sen aytding-ku menga CSS profilda 15 ming to'la olaman" deb aytasiz. Rost gapiryapti. Yolg'onchimisan deb so'raydi, keyin withdraw qoladi, cancel qoladi, application ketdi, acceptance ketdi. Shunaqa. Bular Toshkentda bo'lib onlaynga borganmanmiz, demoqchimiz? Yo'q, ingliz tilini o'sha bitta o'quv markazida o'qiganman. Bilmayman hozir bu yoqda qanchalik nominasi to'g'ri. Bitta o'quv markazida o'qiganman ingliz tilini. Onlayn kurs olmaganman. Onlayn qachon kurs olganman? Elementary o'qiyotganimda, self study qilyapti turganimda qo'shimcha sifatida 1 oylik kurs olgandim. Juda ko'p foyda bermagan, bir ikkita grammarda xatolarni topib olganman. Lekin onlayn kurslar qanaqa? O'zi yaxshi, onlayn kurslar yomon emas. O'sha ustoz yaxshi bo'lsa bo'ldi. Ustozga ishonsangiz, agar siz olsa bo'ladi. Siz keyin uni nima bo'yicha aynan? Mana shu kurslarni o'quv markazidan Toshkentda boshqarman. Farg'onada to'g'ri bilmayman, lekin menimcha Registon, men bitta tog'amning qizi Registonda o'qib, Seferdan B2 ni oldi. Keyin o'zim ukam Cambridge o'qiydi ingliz tilini, yaxshi o'qiyapman deyapti. Men tekshirganimda yaxshi chiqyapti. Toshkentda Cambridge ingliz tilini o'qish uchun zo'r. IELTS uchun esa men ustoz IELTS uchun ustozga qarash kerak. General English uchun uni o'quv markaziga qarash kerak deb o'ylayman. Chunki General Englishda juda ko'p vaqt ketmaydi. Ko'proq u yoqda atmosfera yaxshi bo'lsa bo'ladi, tashlab qo'ymasa, sekin-sekin o'rganib ketaveradi. IELTSda intensiv bo'lgani uchun o'qituvchi kim o'zi, uni balanetchi va talabalarni balanetchi. Men Cambridge'da o'qigan emas, ustozimiz juda qattiq qo'l bo'lgan. Abdulboriy aka degan o'zi Qo'qonli aka, talabalari juda zo'r natijaga erishgan bo'lgan, sababi juda qattiq qo'l. So'zlarni ham so'rab oladi, hammasini so'rab olgani uchun zo'r bo'lgan. Ustozga qarash kerak deb o'ylayman. Shuning uchun. Birinchi bo'lib keyin siz. Bo'ldi, davay. Gapiring. Extracurricular activity-larni asosiy elementlaridan biri leadership skills. Shuni aynan qanday rivojlantirishsa bo'ladi. Masalan, har xil proyektlar bunday narsa bo'ladi. Juda ko'p muammo bunaqa.
bitta loyiha boshlaysiz. Sekin-sekin o'sib borasiz-ku, lider sifatida ham o'sib borasiz. Mana boshdagi gapirishim, boshdagi jamoa boshqarishim bilan hozirgina farqi bor. Yo'l davomida o'rganib ketasiz. Lekin hali men masalan bitta kitob ko'rmadim, shu kitob o'qishingiz ham zo'r lider bo'lib ketasiz degan. Praktikada bo'ladi. Orada bir ikkita masalan kitob o'qishingiz mumkin, kursda ko'rishingiz mumkin. Ustozdan o'rganib, kopi qilib boshqalarni o'rganish bo'ladi, lekin aniq bir gayd yo'q. Sizni mana shuni o'qing, mana shuni qil, sen lider bo'lasan degan. Lider bo'lish uchun aslida lider bo'lish kerak. Lider kim? Lider boshqaruvchi odam. O'sha lid qiladigan odam. Lid qilish uchun sizga kim kerak? Jamoa kerak. Jamoani yig'asiz, keyin ularni lid qilasiz. Lid qilganingizdan keyin yo'lda shakllanib boradi praktikada. Anaqalaysiz. Qobiliyatlingiz. Endi bular. Ha, Farg'ona shahrida mana shu paytgacha bo'lib kelgan yoshlar markazida bo'lardi. Endi hozir har bir tuman shaharda bo'ladi. Siz masalan Farg'ona shahridagiga kelsa bo'ladi yoki boshqa tumandan bo'lsa, o'sha tumaningizda ham bo'ladi. E'lon qilamiz. Ibrat debate deb yozsangiz, e'lon chiqadi o'sha yerda. Qanaqa topkilar? Ko'proq social and political va economical. 9dan kirib bo'lmaydi gapga. 10dan ham kirib bo'lmaydi. 11 sinfda topshira olish xolos. Yo, men bilmadim iloji. Flexni demoqchimisiz yoki? Yo, garant bilan uni 9 sinfda topshirish bilmayman. Hop, bilmayman. Bular bizga keyin berasiz. İngilis tilidan IELTS bo'lgach, SAT-ga navbat kelganda unda matematika bo'yicha ba'zi bo'lish kerak, yo noldan o'qishsa bo'ladi. Noldan qanday o'qishsa bo'ladi? 9-sinf oxirigacha bilimingiz bo'lishi kerak. SAT sizga o'qitmaydi noldan. O'zingiz o'qib olasiz, general mathsni, shu darslik maktab kitoblarini repetitorga borib o'rganib olasiz. 9-sinf oxirigacha. Siz mahallaga yo'qsa qiziqdilar. Undan keyin O'zbekistonga qaytishni niyat bormi, ilashda qolmoqchimisiz? Meni soham davlat boshqaruvi. Men Amerika davlat boshqaruvida ishlamoqchi emasman. Nasib qilsa O'zbekistonga qaytish niyat qilmoqman xolos. Yo'nalishim ham shu sohada. Hop, yana qo'l ko'tarishning savoli bor. Oxirgi 3 ta savol qilamiz. Bular, keyin bular, keyin bular, 4 taga. Hozir men onlayn suhbatda IELTS yo SAT ham o'shanga hozir yo IELTS yoki SAT alohida o'qigan. Ingliz tili darajasi qanaqa? Ingliz tili IELTS kursi. IELTS kursi. IELTS olishingizga necha qoldi? Yoki endi boshladingiz bu? Mana shu kuzga hisob Oho, kuzda topshirmoqchimisiz? yoki mana shu yoz. Qarang. Hozir aprel oyi SATga fokus qilib yozning oxirigacha SAT oling. Keyin IELTS bo'ladi. SAT o'qishsiz ancha ingliz oshgan uchun IELTS muammo bo'lmay qoladi va SAT bilan extracurriculardan bir paytda olib ketasiz. Keyin kuzda inshaalloh o'rganib, sekin topshirasiz, eplasa bo'ladi. Lekin hozir baribir SAT bir olish kerak, chunki siz o'sha vaqt chiqqanda 10-sinfda o'sha 11 topshirasiz. Kuzda topshirmanda, siz kuzda universitetda topshirishingiz kerak. IELTS emas. Xo'p, ikkinchi kim degandim? Ikkinchi. Kim ikkinchi? Siz. Ana hozir 11-sinfman, bu qizga hozir 11-sinfda kech qoldingiz dedingiz. Hozir men IELTS'im nokta 7 chiqyapti. Matematikada ham baza bor, SAT yo'q. Lekin top universitetlarga kirmoqchiman. Nima qilsam bo'ladi? Siz endi gapiryapsiz bo'ladi. Bular endi intermediatman dedilar. Sizda MOOC уже 7 chiqyapti. Intermediatdan MOOC-dan juda katta orasida farq bor. Shuning uchun sirasiz IELTS topshirmang, 7.5 oling. Bir hafta intensiv harakat qilib, mana shu 7.5 ga chiqsa bo'ladi. IELTS oling, keyin SAT ga fokus qiling. Bularga aytgan gapimiz ham yoz oxirigacha SAT bilan extracurricular qilib oling. Keyin kuzda essay yoshni o'rganasiz. Gap yerda hisoblanasiz. Gap yer nimaligini bilasiz, to'g'rimi? Как bizlar universitetga ham kiraolmaysiz, bir yil keyin topshiradi. Xuddi shuni Amerikada shunday. Kuzda topshirasiz, nasib qilsa harakat qilsangiz kirsa bo'ladi. Qo'shimcha savol bormi? Xo'p, 3-kim deydi? Siz. Debate klub dersi, ashunga yoshini aloqasi bormi? Yo'q. Debatga ishtirokchi bo'lishga requirement yo'q. Chunki ingliz tilini bilsangiz, yoki ingliz tilini bilmasangiz ham, endi boshlang'ich bo'lsa, kuzatuvchi sifatida kelsa bo'ladi. Jamoaga qo'shilishda requirementlar bor, lekin hozir jamoaga qo'shilish iloji yo'q. Shunchaki debatlarga kelib turib, keyinchalik o'sib bor. Hozir bulib bersinlar, keyin mayli oxirida siz bitaverasiz, shu bilan tugatamiz. kirishdan oldin matematika yaxshi bo'lgan. O'sha zo'r tomoni, men SAT ga tayyorlanayotgan paytimda universitet litseyga ham tayyorlanganman. Ikkasining matematikasi bir xil. SAT mas bilan litsey masni matematikasi deyarli bir xil. Bir ikkita qo'shimcha topishlar bor. Shuning uchun men umumiy matematika o'qiganman, ikkalasiga ham yordam bergan. Shu Toshkentda tayyorlanganman, ustozim bo'lgan, litseyga topshirishga yordam bergan. Ustoz 3 oycha o'qiganman, ko'p o'qimagan. Chunki men o'sha undan ingliz tili oldin o'zi matematikaga fokus qilardim. Men olimpiadada qatnashib yurardim. Shu idimda o'qiganimda. Shuning uchun men matematika baza bo'lgan. Qanaqa baza? Tam o'sha 7-8 men o'zim bilmaganman, lekin qobiliyat bo'lgan matematika uchun. Tam tez o'rganib keta oldim. Shuning uchun oson bo'lgan, shuning uchun. Necha yashasiz? 9. Aha. O'zi matematika darajasi qanaqa? Yaxshi.
yaxshi bo'lsa praktik qilib menimcha men ko'p o'rtoqlarim litseyda unaqa kurslar boshmagan. Mirzohid bor-ku, sizlar mes booster qilgan. Ashi bolalar ham bormagan. Behruz ham bormagan adashmasam kurs. Men borganim sabab menda baza yo'q edi. Ba'zan kurs uchun borganman. Praktik qilib menimcha kirib olsa bo'ladi. Sifir oling, B2. ALSga pul sarflab yotmang. Chunki ekspert bo'lib qolish mumkin. 500 mingga sifir topshirib oling. Agar tugab qolmagan bo'lsa, hali deytlar. IQ bilan praktik qilib kirib olsa bo'ladi. Oldingi testdan praktik qilib kirsa bo'ladi. Hozir bular so'radilar. O'sha vaqt men uyga borishim kerak edi, oyim yozyapman, kech bo'lib ketadi. Shuning Hozir debatga qo'shilishni iloji yo'q. Yana qachon? aytaman, bitta zo'r usulni aytaman sizlarga. Mana men to'g'risi Farg'onada kim debatga qo'shilishini hal qilmayman. Kim hal qiladi? O'sha debatga ko'rganlarda hal qiladi. Qanday hal qiladi? Siz kelib yurasiz 2-3 marta. Keyin bundoq qaraydi u sizga. Ha, bu bola yaxshi ekan deydi. Menda bitta bo'sh joy ochildi, mentorlik deydi. Sira sizga aytadi. Sen kel deydi, keyin mendan so'raydi. Mana shu bola bor, aytsa men bunaqa deydi. Men to'g'risi unaqa qarab o'tirmayman ham. Chunki men unga millionta muammoim bor debat bo'yicha. Qarang, aytsa bo'lsa olur, agar o'zing yaxshi ko'radigan bo'lsang deyman. Shuning uchun nima qilish kerak? Zo'r qatnashib yursangiz, koordinator ko'radi-yu, sizni oladi. Bo'sh joy ochish bilan oladi. Hech bo'lmasa men bunaqa bo'lib qo'shilasiz bo'ladi. Koordinatorga aytib, volonter bo'lib yursangiz ham bo'ladi-da, keyin bu joy ochish bilan sekin qo'shib olasiz. Shunaqa. Unaqa bir aniq bir steplar yo'q. Xo'p, mayli, yana bir savol javob beraman. Bular so'rasinlar. Duration muhim. Duration juda zo'r savol beryapsizlar. Qo'y, savollar yaxshi savol beryapsizlar. Duration muhim. Qanaqa? Eng to'pvilarning duration muhim. Lekin orada masalan 1-2 haftalik, 2 haftalik yoki 1 oylik, 2 oylik bo'lsa ham okey. Lekin baribir bitta ikkita 1 yil, yarim yil kamida tam bo'lganlar bo'lishi kerak. Masalan, hobbilarni 1 yil, 2 yil qilganingiz bu muhim narsa. Shu universitet ko'rish kerak, siz bitta narsani olib o'tib ketavermaysiz, u tomonga bu tomonga emas. Uzoq ham olib borgan narsangiz borligini ko'rish muhim. Hop, bo'ladi. Qaysi shahardansiz? Farg'ona shahar. Ko'rganmisiz hali? Hali ko'rmaganman deyapti-ku siz. Biz Farg'ona viloyat koordinatori Aliyo. Ko'p. Mayli. Nu, agar bo'sh joy bo'lsa, mentorlik olsa bo'ladi. Agar sertifikatingiz bo'lsa, rostdan ham olaveringlar agar sertifikat bo'lsa. Hop. Opa. Biz universitetda o'qib yurganimizda 2006-2012 o'qiganmiz. Rosa qidirganmiz to'g'risi. Shu paytda bizda umuman imkoniyat bo'lmaganda chetda ham o'zi kursda qatnashgan 9-sinfda bo'lgan. Mayli, alhamdulillah shu 15 ta aytaman, aytmoqchi bo'lgan narsam hozir mana shu bo'yicha masalan ilmingiz bor, IELTS bor, aynan yo'nalish bor. Aytmoqchimanki, mana shu mana applicationlarni to'ldirish uchun birorta yo'nalish beradigan birorta Programmamiz? Men unaqa essay yozishga yordam bermayman. Menda mana bunaqa narsa bor. O'zim juda yoqtirmayman, to'g'risi essay yozishni. Men mana activity qilishni yaxshi ko'raman. Shuning uchun Portfolio Accelerator degan programmam bor. U yerda faqat mana 9, 10, 11 sinf bolalarga portfoliosini qurishga yordam beraman. Hozir ikkinchi kohortini ochyapman. Telegram kanalimda xohlasangiz link bor, registratsiyadan o'tishga. U qanaqa tam gruppa hozir reklama qilmoqchi emasman, o'zlari so'rashini aytaman. Chunki unaqa o'sha application juda ko'p to'ldirgan bo'lgan. O'zi 15 dan 20 ta joy bor, 60-70 tadan to'ldirgan. Agar 9, 10, 11 sinf bola bo'lsa, ingliz tilini bilsa, IELTS bo'lishi shart emas. Qiziqishi bo'lsa, men bundoq yaxshi kandidat deb ko'rsam, ola olaman programmaga. Portfolio Accelerator deb nomlangan onlayn programma bo'ladi, gruppovoy. 15-20 ta bola bir hafta 3 marta dars o'taman. Birinchi haftada boshida vebinarga o'xshaganroq umumiy topshiriq beraman. Hafta oxirida individual birga bir o'tirib dars qilaman. Hafta oxirida razbor dars bo'ladi. Razbor darsda mendan boshqa kirgan universitetlarni portfoliosini yoyib chiqamiz. Shunaqa dars bo'ladi. Shuni Telegram kanalim bor. Aziz yo'q, unda boshqacha. Abdulazizi deb yozasizlar-da. Mana ikkinchi z kelganda ikkita double z qo'yasizlar. Abdulazizi. Shuni kanalga kirsangiz chiqadi. Yo'q, Azbek Zalobiddin deb yozsangiz ham chiqish kerak. Shogird? Qanaqa shogird? Yo, men bilan yura olmaysiz, Farg'onadasiz, men Toshkentdamanda. Yo, shogird olmayman, hali shogird darajasi. O'zim shogirdman-da, chunki ustozlar bilan yurganda bu men shogirdim yura olmayman-da. Hop. 9 siz SATga qarating e'tiboringizni. SATga qarab hozir olsangiz, mazza qilib yurasiz keyin. SAT degan muammo miyadan chiqib ketadi. Matematikangizni quring, yo'q bo'lsa. Nimaga so'qyapsiz? Matematika quringiz. Sifir necha? B1mi, B2mi? Pul yaxshilab to'g'rilab matematika quringiz. IELTS ma'niyani yo'qotish kerak. IELTS oddiy narsa. Juda ham qo'pol qilib aytganda, вообще oddiy narsa. SAT o'qing, ishoning bir hafta davom oladi. Men IELTS 8 oldim-ku. Tayyorlanmadim umuman deyarli. Bir marta praktik qilgan bo'lsam qilgandim. O'zimcha planlar tuzdim, men 8 ham olaman deb, umuman vaqtim bo'lmadi. Shunda kirib chiqdim, topshirib chiqdim.
Qiynalasiz. SAT juda ko'p vaqt oladi. Oxirgi savollarni beraylik. Shular oxir bo'lsin. man deydi hozir ALSga hozir B2 prepsivan o'tib qolaman deyapman-da. Bir oyda mana C1 yetkazib o'tib qolaman. Lekin matematika bazam deydi 5-sinfda qolib ketgan. Hozir SAT Necha yoshsiz? Nechinchi sinfsiz? 11 ga o'tyapsiz. 11 ga o'tyapsiz. 11 ga o'tyapsiz. SAT tezroq matematikaga fokus qilish kerak. IELTSni birga olib ket. Endi sizda boshqa iloji yo'q. Bo'ladi, iloji bor. Mana 9-sinf bular. Sizda boshqa iloji yo'q. Siz birga olib ketishga majbursiz. Uxlamasangiz olib ketishga majbursiz-da. Hozir matematikani deydi, matematika ko'proq qilishim kerak. Da, chunki sizda ba'zi yo'q ekan, ba'zan qo'rib SAT olishingiz kerak. Shunisi bor. SAT 9-sinfgacha informatika. Da, 9-sinfgacha emas, 9-sinf oxirigacha. Umum emas, 9 oxiri. Mana hosilar, u bu degan narsalar yo'q. Trigonometriyaning boshi, basic questionlar tamashqa. Menimcha boshqa savollar qolmadi. Hammangizga kelganingiz uchun rahmat, vaqtingiz uchun rahmat. Hammanglarni o'qishinglarda, ishinglarda omad tilayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat aytaman.